Salam, İlyarynym. Awazym alanypatامdo? Siz mikni eçiňä. Mikni takap goýdyňyz akçam. Assalamu alaykum. Minasama konbanwa. Salam İlyar, men sizge häzir ortak riýasatçylyk teklibini äwetdim. Siz mikni açsaňyz, awazyňyz çykanda test gyp bakkan bolsak. Assalamualaikum. Alaykum assalam. Men hazır kolam roldup kaldı. 5 minut kalmay Ay, men anan diken gap yok. kılaçım. Sizning awazyňyzmy ýaxşy alnandy? Meni awazym alnandymy? Alnywatyda. Ha, boldy.
先生、いらっしゃいますか？はい、どうも。はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。どうも。はい、後ほどデリアルとトマルスと、そしてアマンさんが入ってきますので、はい、まず先生から一つ初めの挨拶と司会として、はい、はい、お願いいたします。はい、私です。はい、もう始めていいです？まだですね。はい、了解です。あと18時からですね。はい、はい、 18了解です。まだ3人とも入ってきてなく、まだ。はい、了解です。もう少しかな。はい、よろしくお願いいたします。はい。Assalomu alaykum, Tumaris xon qiz kelganingizga xush bo'ldim. Sizga hozir bir taklifnoma avatdim, shuni qabul qilsangiz, speaker bo'lib ustiga chiqa olasiz. Badimikin?先生、Tumarisさんが入りました。はい。スピーカーとして上がってきました。はい。どうも。本日はよろしくお願いいたします。先生、ウイグル語がわかるから一言。とんでもないます。どうぞ。通訳お願いします。さすがに難しいかと。Yaxshimisiz Muqaddas xonim? Yaxshimisiz Alina? Apandimning ismini to'g'ri. Efendim. Efendim. Hozir sizga salom bergan. Kattagan Mening salomimni yetkazib qo'ying. Salomni qo'shaman. Ko'p rahmat. Arzimaydi. Sizning shu suhbatni o'rlashtirganingizga ko'p rahmat. どうもありがとうございます。Efendim,今、先生に対しても名前を聞いて挨拶をされましたので、先生からもぜひ。はい。じゃあ、始まる前ですけど、はい。どうも、今回、司会務めさせていただきます、でございます。トマリス・アルマス様ですね。はい。皆さんご存知のことかと思いますけど、あれですね、ウイグル人っていう歴史を抱えた、トゥルグハムさんの、孫娘になります。医学部卒業されてましてですね、東トルキスタン青年会議の事務の、長をされているというふうに伺っております。はい。本日は。ここまで一回訳させてください。どうも、はい。Tumaris Almas xon qiz kelganingizga ko'p rahmat. Men bugun o'rtaq riyosatchi bo'lgan bo'laman. Sizning ismingizni hammamiz bilamiz. Siz biz yaxshi ko'rib o'qiydigan Uyg'urlarninki yozgan hurmatli Turg'un Almas apandimninki nevrisi bo'lsangiz ham sizningki doktorlikda o'qib men bilan bir kasbdosh ekanligingizni angladim. Bugun kelganligingizga ko'p rahmat. Rahmat. どうも、rahmat. Hozir siz
Мен bilishimcha Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyining raisi bo'lib ishlayapsiz. Ko'p rahmat bugun qimmatli vaqtingizni ajratganingizga. Sizlarga rahmat desaq bo'ldi. To'g'ri, men Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyining katibi 2023-22 yilning oxiridan boshlab saylanib chiqib hozirgacha vazifa etyapman. Ham ana apandimning va barliq boshqa yaponlik qarindoshlarimizninki bizning Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llag'andan xushhalmiz, ham rahmatimizni bildiramiz. Bir kunlarda bir xush xabarlar bo'lib, bizning Sharq Turkiston mustaqilligiga yetishishni qilg'ay. Rahmat. 私は2022年から東トルキスタン青年会議の主席として今務めています。今日は貴重な機会を設けてくださってありがとうございます。先生、いずれか東トルキスタンが独立することを心から私たちその印でもって、志でもって頑張っています。はい、どうもありがとうございます。実は DLR も今入ったんですね。またスピーカーに上がりましたので、先生から一言。DLR のサーバー。どうも、DLR 様、本日司会務めさせていただきます、でございます。DLR さんもですね、有名な、お家の出身で、こちらも、東トルキスタン青年会議の、所属で出家をされていると伺っております。これまでですね、物心両面にわたり、東トルキスタンの活動に、多大な、ですね、ご支援をしていただいているということで、本日はどうもよろしくお願いいたします。Dilyar kəpəyinizə köp rəhmət. Kirginizin ködümən bugün ortaq riyasətçilik qıldığan Yaponiyalik ana buluman. Dilyar sizin ismingizni ben bilmənəm. Tumaristin burun siz Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyining raisi bo'lib ishlagan vaqtingizni bilman. Ailangiz ham o'zingiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun g'oyat zo'r badal va to'plan qo'shyapsizlar. Biz bilamiz. Bugun kapagingiz uchun ko'p rahmat. Hammalarga salom. Sizlarga ham ko'p rahmat. Bo'libmi bugungi faoliyatni o'rinlashtirgan muqaddas xonimga va birga riyosatchilik qilayotgan Anu apandimga ko'p rahmat va buni anglayotgan barliq do'stlarga, yaponiyalik do'stlarga hammasiga mendan salom. ありがとうございます。今日は貴重な機会を設けてくれた向井大曹をはじめ、先生、そしてイリアル、皆様に感謝したいです。そして、今までの支援に、そして今日来てくれた方々にも大変感謝したいです。では、先生、時間になりましたので、始めさせていただきます。イリアル、今、sizのイリアルさんがね、もう一人の。はい。ちょっと。Tumaris xan qiz Amerikadagi aqchani atdigan soat 5 sizni mushundaq vaqtda malol qildik. Kechiring, ham rahmat. Yanda deyman, odatda men bek baldur qo'paman, shuningga yana undaq qiyin bo'lib ketmadi menga. 先生、今アメリカは朝の5時なんです。どうも、朝早くからありがとうございます。そして、トマルスさんはこのような時間にも来てくれました。はい、どうも。先生、私の声大丈夫ですか？はい、聞こえます。こちらも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。Agar ovozimiz chiqmay qolgan ishlar bo'ldi, chunki hozir odamlar sizlarga ko'rinayotgani azroq 50 tak yaponiyalik rusna ko'rinmaydigan yerda anglayotdi. Biroq ham odam kirsa ovoz biroz anglish tez bo'ldi. Shu chog'da birazinglar mikrofonni ichib deb qo'yasizlar. Ilyar, endi sizdan bir salom qiling kelganlarga. あとはイリアルさん。イリアル。はい。マイクを開けてください。イリアル。ちょっと。じゃあ、先生、イリアルさん、今ちょっとまだマイクを開けられないかもしれませんので。
先生、こんはい、ばんは。こんばんは。どうもリアルです。こんばんは。全員揃いましたのあで、と、ちょっとその技術的な問題っていうかあったかなと思うんですけど、全員、アマヌルダ・カシカリとデリアルさんとトマリスさんとみんな揃ったので、始めたらは良いい、と思います。わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。私からでよろしいですかね。じゃあ、はい始めさせていただきます。は今、皆さん入られるたびに、喋ってまいりましたけど、本日は、ディレアリスさんとですね、トゥマリスさん、あと、アマネラさんが、いらっしゃって、以前も東トルキスタン青年会議のですね、重鎮ということになります。で、これまで皆様、いろいろ東トルキスタンのために、活動してくださいてまして、本日は、そのお話をですね、聞ければいいなというふうに思っております。じゃあ、向井大さん、順番通りお願いします。はい. Köpçülük yaxşımsızlar. Vaqt kelishdan burun azroq biz salom soatini tugatib oldik. Shuningga dal shu temaning o'ziga hozirdan boshlab kirib ketamiz. Bugun bu yerga suhbatga taklif qilingan 3 mehmon Dilyar Musabay efendim, Tumaris Almasxan qiz, undan keyin Amanulla efendim, bu uchalisi Sharqi Turkiston yoshlar qurultayidagi eng muhim kishilar. Biz mush kishilarni taklif qilish orqali birsi Sharqi Turkistonning mustaqilligiga qo'shayotgan bularninki ish izlari ruhini, uning oldida bularninki oilasi, bularninki oilasininki vatani millat uchun qilgan ish izlari to'g'riliq azroq to'xtalib o'tamiz. Rasmiy suhbatni boshlab ketaylik. Sensei, sensei. はい。その東トルキスタンのはい。話に入る前に、はい。まず私からウイグル人がはい。日本でどのように訳されて、誰が訳して誰が評論を書いたのか、はい。はい。でその話を少し紹介して、それからそのトマルさん多分一番知りたいのは、はい。本の中に妖怪 A 先生が書いた、はい。日本にあるんですけれども、中国共産党がそのトルコン・アルマス先生にどのように墨を足したかって、資料について彼女は知らないと思います。またウイグル世界も全く知らないと思いますので、これにつきまして、ちょっとまず私からちょっとお話しさせていただきたいです。よろしくお願いします。その前に先生は読まれたことありますか？なんか感想ありますか？最初に。そうですね。8000年の歴史とかですね。あと、郷土と意外と、つながりが深いんだなというのはですね、日本の歴史教育を学ぶだけではちょっとわからない面もあってですね、大変興味深かったと思います。日本の、世界史教育っていうのはどうしても中国からの輸入になりますので、郷土とか北方の騎馬民族というと、どうしてもこの悪役じみた教育が、日本の中高を受けてると思うんですけど、決してそんなことはないぞというのはですね、ウイグル人という歴史書を読んで、日本語訳されてますので、本日日本の皆さんも、いらっしゃってると思いますので、その辺を、よかったら、中古車から売られてますので、本の宣伝じゃありませんけど、よろしくお願いいたします。はい。Tumaris Almasxan qizning buvisi yozgan kitobni men o'zim o'qigan, bo'lish suhbatim bilan. Bu kitob oldi bilan bizga Yaponiyaga biz o'rgangan ularning tarixi, shundoqla shimoldagi otliq millatlarning tarixini bir yanglab berdi, ko'zimizni ochib qo'ydi. Chunki bizning Yaponiyaning tarixi Xitoy tarixiga yaqinroq dunyo tarixi bo'lib, mo'g'ullar to'g'riliq, shimoldagi otliq millatlar to'g'riliq yozildi. Bu kitobni o'qigandan keyin hammamizning mushu engida bir o'zgarish bo'ldi. Mushuni oldi bilan deb qo'yay. Undan keyindan muqaddasan o'zing tayyorlagan shu Yaponiyadagi bu kitobni tarjima qilgan odamlar, undan keyindan buningga obzor yozgan yoki buningda Xitoyning
Texi Uyg'ur yoki Xitoyda maxfiy turayotgan Turg'un Almas apandimga Xitoy qanday gunohlarni mush kitob orqali yuklagan deganlarni yaponcha Uyg'urcha bir desang deb. O'shaga keldik Tumarisxon qiz. O'shaga biroz tushunmaydigan yo so'raydigan savolingiz bormi? Yo'q, o'zim zaten bugun mushu suhbat tufayli qaytadan chaqirganmanki, bayos edamdiq, tarjimonni ichib, nurg'un suhbatlarni ko'rib, o'zim azroq hayajonlanib turgandim, bu gapni anglab texmek ta'sirlandim bo'libmi mushu kitobning tarjima qilinishiga vasli bo'lgan Nur Muqaddas xonim va sizning ustozingiz Azima Ayoko apandimga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Men bir yaponcha so'zlab, bir uyg'urcha so'zlayman. Tumaris, men mush kitobninki mushu uyg'urcha tarjimasini sizga mush ahvollarni degicha buni yaponcham deyman. Men haqiqatan men pek ta'sirlanib hayajonlanaman. Mush har ishki gapimdan. Men pek uzoq mush yaponchani shu naq maydonda uyg'urchaga tarjima qilib bakmabdiman. Sal hayajonlanyapman. Sal astroq qilaman. Tushunmagan bo'lsa, qaysinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Dilyar Amanulla inim kirdimi Amanulla? Kirgan bo'lsa, Qadasida men kirdim. Anonsesi Aman-sanga haytarashin desu. あ、はい。 Aman-san の挨拶はまだなんです。ちょっと彼を自己紹介からそれから。まあ、はい。 Aman'ga tehe biz Aman はい。 inimizni kirmedi deb şıkkılımız. Salam saatini qılmaptık. Özünü bir tanıştırıydıgan fürsatini bermaptık. Qani 1-2 minut içinde Aman inim özünüzni tanıştırganda men kitapni tanıştırışqa kirib ketay. Sensei, Aman-sanにちょっと挨拶をお願いします。はい。どうも。はじめまして、と申します。アムさんは、東東北青年会議の広報だと、伺っております。はい。外交部長です。外交そうですか。官です。失礼いたしました。外交ですね。はい。ということで、あちこちで活躍されていることと、思いますけど、向田さん、カシュガリって、この名前は、カシュガルのカシュガルなんですよね。本人に聞きましょうね。そうですね。はい。大変名家ということで、今回よろしくお願いいたします。はい。Aman efendim kirginingizga ko'p rahmat. Men bu qitimliq mushu o'rtaq riyosetchi bo'lgan anu bo'laman. Sizningki Sharq Turkiston yoshlar qurultiyininki diplomat ishlari shundaqla ko'ho boshqalarga tanishtirish to'g'risida jiq videolarni men ko'rib turman. Men bilaman sizning qilayotgan ishlaringizni. Lekin men bilmaydigan bir ish bor. Sizning ismingiz kim? Qashqari shu. Qashqarning Qashqarmi yo boshqa Qashqarmi bu? Assalomu alaykum. Muhtaram mushu aksning ichida o'tirib anglayotgan qarindoshlar. Men boshida mush ismim to'g'riliq tezda javob beraylik. Bu Qashqaridagi mening familiyamga Qashqari, Qashqardagi Qashqari bo'lmay, balkim Qashqariya bedavlatdagi Qashqari. Mening cho'ng dadamning, ya'ni cho'ng onamningki dadasi, ya'ni buyuk cho'ng dadamiz shu Qashqariya zaminda mushu Sharq Turkiston, hozirgi zamon Sharq Turkiston orasida bilan Saudiya Arabiston orasida cho'ng savdo qilgan bir odam ekan-ku. Shu buvimiz mushu Qashqari degan nomni, ya'ni Qashqariya bedavlatning nomidan o'zining familiyasi qilib shakllantiribgan. Menga xabar bo'lgandek, mushu 1800-yillari davrida mush familiya shilti shakllandi emasmi? Bu Turkiston zaminida shu joyda shiltibgan-ku. Rahmat sizga. 先生、とても重要な一つの問題を聞かれたようです。アマンさんの名前のカシュガリは、はい。今のカシュガル市、地域的な市ではなく、カシュガリや王朝の歴史的な、はい、はい。王朝で、その時のアマンさんのひいおじい様が、はい。要人で一番大きな商人だったために、はい。カシュガリや王朝の時、はい。後にこれを姓として使あわれたようです。だから今日入られました、このデリアル・ムサバイさん、トマイル・アルマスさん、そしてアマヌラ・カシュカリさんは、ウイグルを代表するものすごい人々なんです。はい。はい。まあ、
大変ありがたいことなんですけれども、この話はこのぐらいにしまして、じゃあ本に入らせていただきます。はい。はい。Рәхмәт, Аманлла әйтем, әмсімау. Uyg'urlar to'g'riliq azraq so'zlab biray. Ang oldi bilan bu kitobning tarjimoni, bu yerga ismi Azima Ayako xonim deb yozilgan. Bu xonim to'g'riliq azraq so'zlab biray. Bu xonim Tokioda 1947 yil tug'ilgan. Uning keyin universitetda turk tili o'rgangandan keyin Hindiston, uning keyin Yevropalarga o'qishga borgan. Oxirsida Turkiyaga kelgan chog'da Uyg'urlar bilan ko'rishdi. Shu yerda Uyg'ur tili o'rganishga boshlaydi. Uning keyin 1994-yildan 96-yilgacha Sharq Turkistondagi hozir Shinjang universiteti deb atilayotgan shu universitetga o'qishga berib, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tili, Uyg'ur adabiyoti to'g'riliq o'rgandi. Bu xonim keyin qaytib kelgandan keyin eng oldi bilan Abdurim O'tkirning iz, uning keyin bu iz yaponchada qahramonlarning ko'z yoshi, uyg'onayotgan zamin deb chiqadi. Uning keyin Uyg'urlarni tarjima qilishga boshladi. Buningdan boshqa kitoblari bor. Abduxoliq Uyg'urning she'rlar to'plamini Uyg'urcha tarjima qildi. Shu chog'da men bilan ko'rishdi. Men u chog'da o'quvchi edim. Men u qapiylik she'rlarni yaponchaga tarjima qilganlikdan mening menga yo'lim u chog'da yangi she'riyat bo'ldi. Shu chog'da mening she'r tarjima qilishimga jiq yordam qildi. Uning keyin Uyg'urlarni Tumaris Almas xonim, oilasi shundaqlab butun sizlarniki jamiyatlar deb qo'ydigan bir gap, xonim menga kitobni qo'liga ilib degan bir gap. Bu kitobni cho'qim yaponcha tarjima qilmasak bo'lmaydi deb shunday degandi. Ham hech qanday bizdek ushaq-tushaq kichik odamlarni aralashtirmay o'zi tarjima qilib chiqdi Tumaris shu kitobni oxirisigacha. Uning keyin bu kitobga analiz yozgani Shizuoka universitetining dangliq professori, Yaponiyadagi eng dangliq Mo'ng'ul tadqiqotchi Ognus Cho'g'to apandim. Yang Haiying professori deb chaqiramiz. Bu ovozni keyin shu ovozni Yang Haiying apandimga, uni keyin Azima Ayako xonimga avatib berishga biz kelishgan. Uning keyin analizdan yezib, uning bu kitob qanday kitob deganga baho bergani yaponiyalik eng cho'ng obzorchi Miura Kotaro apandim. Miura Kotaro apandim men yozgan kitoblarning ko'pinchisiga obzor yozib bergan. Naiti bilimi chunqur bir obzorchi. Bu kitobninki endi tarjima qilinish, Yaponiyaga tanishtirilish ahvoli. Mushakcha yana so'raydigan savollar bormi, Tumaris xon qiz? Yo'q, muqaddas. Endi men nayti bir qisqachalanma shu xonimninki bir gapini, uning keyin Yang Haiying apandimninki, Miura Kotaro apandimninki bu kitobga bergan bahosini nayti bir jumladan qilib sizga yetkazay. Higashi Ayako xonim, bu kitob Kansuda to'xtab qolgan. Bu kitobning davomini yozish sizlarga qoldi degan gapni bugun shu so'rindagi Uyg'urlarga mening yetkazishimni talab qildi. Uning keyin Yang Haiying apandim, biz qachon o'zimizning taqdirini o'zimiz hal qila oladigan kuchga ega bo'lsak, bu kitobga yuz kela olamiz dedi. Uning keyin Miura Kotaro apandim shu kitobga analiz yozgan.
Bu kitap bizningki hem sizlarningki hem yepib bitilgan. Lekin bunun keyindan ochmasanglar bo'lmaydigan bir tarixinglar degan gapni shuni desang bo'ldi. Dedi, o'sha kagicha men o'zim hozir nim dedim, ya pulliqlar bekchi azroq deb biray uning keyindan andin sizdan mush kitobning yozilish ahvoli to'g'riliq halqi savolni so'rayman. Ahonwa 日本で2019年に東綾子先生によって翻訳されました。それから陽海英先生がこちらに評論書かれまして、そして三浦幸太郎先生も解説を書かれています。陽海英先生に関しまして、民族自決の本と言いながら、このまたウイグル社会にバレてない、私たちにまた秘密にされている中国のこの本に対するどのような、トルコのアルマス先生に墨を貸したかってことについて、この本の中で書いてくれています。三浦幸太郎先生は、この本はウイグルの閉ざされた、そしてこれから開かなければ歴史として解説を書かれています。そして東綾子先生なんですけれども、東綾子先生は1947年生まれで、まずトルコ語を勉強して、ウイグル語、トルコ語、またインドなどにも留学に行かれたことがありまして、東綾子として出している本は、アトリム・ウックル先生の英雄たちの涙、目覚めよウイグルだけなんですけれども、それ以外にもたくさんの本をウイグルの、訳されて、たくさんの著書を出されて、また別の名前で出しています。今日のこの録音をこのままこの3名の先生に私をお届けする約束はしています。次なんですけれども、トゥマルス・アルマスさんに私はトゥルグン・アルマス先生に関して、そしてウイグル人はどのような環境の中でどのように書かれていたのかっていうことをお聞きしたいと思います。そしてトゥマルスさんとsiz aldı bilen buğunuz Turgun Almas efendim toğruluq, onun kendin Uygurlarning yazilish vaqtidagi siz o'zingiz biladigan ahvollar to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat Muqaddas xanım. Uyg'urlarning yozish jarayonini so'zlash uchun avval cho'ng dadamning o'zininki hayotlik hikoyasi, Turkiston mustaqillik ko'rishi jarayonida o'zining beshini o'tgan voqeliklarni bir qur so'zlab o'tishga to'g'ri keldi. Turg'un Almas, mening bovam Turg'un Almas 1921 yili 10 ayning 30 kuni Qashqar shahrida tug'ilgan. O'rta va boshlang'ich maktabni o'z yurtida tamomlab, 17 yosh vaqtlarida dadasi bilan G'o'zaga yetib keldi. Ondan keyin 2 yildan keyin Sharq Turkistonning Urumchi shahridagi shu vaqtda Xitoylar Shinjang universiteti deb ataydi, shu Shinjang universiteti degan deb atiladi. Hozir shu Shinjang universitetiga oliy maktabda o'qishga keladi. Shu vaqtda 19 yoshlar bo'lsa kerak, 39-yildir. Turgun Almas先生についてまずウイグル人がどのように書かれたかっていうことの前にお話ししなければいけません。私のおじのトルコン・アルマスは1921年にカシュガルで生まれました。そして17歳の時にイリに移りました。そしてまた19歳になった時、近畿大学に入ったんですね。何か中国語が聞こえるけど、皆さん聞こえますか？Hozircha avval menga anglatdi, sizlarga anglatamdi. Yo'q, mening ovozimga deyman. Yo'q, mening quloqimgacha mening mikrofonimdan sizlarga chiqayotganmi? Men bir aytib qo'yay sizga. Tamam.
bu vaqt dəlilqi Şinsayın hüquq yürgüzətqan məzgili, Şərq Türkistanın məlum rayonlarında. Şu vaqtlarda bovam turğun almaz, şu Şərq Türkistan xalqıga yürgüzülatqan zulümlər tüpəylidən hem siyasi hem ictimai hadisələr tüpəylidən özününki şu Şərq Türkistan müstəqillik iradəsi şu vaqt şəkilləndu. Bunu qanday görüb ağlı buldu degəndə 41-ci bovam ali məktəbdə oxuyatqan vaxtında qaytmayımız degan tunji şe'riy əsərini yazıdı. Bu şeirdə asaslığı müstəqillik iradəsi əks etidi. Ondan keyin 42-ci yili ali məktəbni bitirgəndən keyin hazırki Qars şəhərinin Dənzil degan yerdə bir başlanğıç məktəbdə müdir bo'lib xizmatga taqsim qilindi. O'sha to'xtamdim. 新京大学に入って私のおじはそこで、青年だった彼の目に私の国のウイグル人への国民党のその時代の弾圧がよりはっきりと映ったんだと思います。1941年に彼は初めて東トルキスタンの独立、その魂を歌った詩、戻らないを書きます。この中で彼の独立への希望がはっきりと書かれています。Merhamet. Ondan keyin şu öz müdirlik qilish jarayonida davomli yana she'r e'lon qilishga boshlaydi hamda Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga rasmiy turda kirishga boshlaydi. Bu jarayonda G'ayr Pomay, Jamila qatorliq she'rlarni yozdi. Ondan keyin 43-yili Shinsay hokimiyati tarafidan turmaga tashlandi. Bu ham turmada 2 yil yotgandan keyin 45-yillar mezgilda Sharq Turkiston Ulusal Armiyasi Manas daryosiga yetib kelgan vaqtida shu vaqtda cho'ng dadam bovam turg'un olmas qo'yib berildi. Rahmat. 大学卒業してから先ほど役はちょっと足りなかったんですけれども、私の役が申し訳ありません。カルシハルのデンズルのその中学校の校長として彼は働き始めるんですけれども、独立へのその魂がより強くこの時期のその作品などに、例えば一人孤独のまま一人者とも訳するんですけれども、そのような詩などにとてもはっきりとその思想が現れます。そして1943年に制裁祭の時に、牢屋にこのような一流のウイグルの知識人が全部牢屋に入れられるそのような運命なんですけれども、後に東トルキスタン民族軍がマナス川に到達します。その時に初めて私のおじが釈放されます。Şunu şu 45-yili qo'yib berilgandan keyin Qars shahridan Qashqarga qaytib keldi. Qaytib kelib Qashqar viloyatlik Darul muomilada tartib mudiri bo'lib bekitildi. Bu mezgil dal Gomindan markaziy hukumati bilan G'uljadagi Sharq Turkiston Jumhuriyati o'rtasida, masalan, Sovet ittifoqi Moskva tarafininki bo'lib kuchlarniki besim bilan atalmish birlashma hukumat qurilayotgan vaqtlari o'rlashtirishlar, yolg'on suhbatlar shu vaqtda boshlangan mezgillarda, bu mezgildami buvam o'zining Sharq Turkistondagi mustaqillik harakatini yana kuchaytirdi. Bo'libmi hamda Turpan, shu Aqsu taraflarda, G'ulji taraflarda bu vaqtda shu Sharq Turkiston Jumhuriyatini qo'llaydigan kuchlar kuchlikdi. Shuning bilan bu mezgillarda shu 45-yillari mushtaq bo'lib yurgan vaqtlarda cho'ng dadam Tanlarim yaproq, umid xiyollar degan she'rlarni yozdi. Bo'libmi Tanlarim yaproqda deyilganda asosliqi yanalam bizning Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirmasak, yanalam qorong'u zulmatda qolganligimiz to'g'riliq bir yoshirin ma'nolar yoshirilgan. Buni Tanlarim yaproq naqshi xalq naqsiga aylanib ketildi. Hozir shu xalqimiz shu cho'ng dadamning shu Tanlarim yaproq degan she'rdan shu vaqtdagi his tuyg'usini, nimani o'ylaydiganini aniq ko'rib yetalaydi. Rahmat. 1945年東トルキスタン民族軍がマナス川に到達して彼は解放されるんですけれども、彼はその勤めていた
カラシャハルから今度カシガルに戻ります。それで師範大学で幹事として働き始めます。この時の東トルクスタンの状況はソ連、そして国民と共産党、何よりもソ連の圧力もありまして、連合政府としてスタートした時期なんですね。しかしながら私のおじはその時にカシガルやトルファンなどで東トルキスタンの独立、また東トルキスタン共和国を応援するようなたくさんの活動をしながら詩を書きます。トルコのアルマス先生にとっても有名なタルリムヤプラク、私の体は葉っぱのごとく震えるっていうようなこの詩があります。この詩はウイグルを代表する一つの有名な詩でもあるんですけれども、今この詩また希望などの詩が歌として民間の間でたくさん歌われて広まって私たちみんな知ってる詩です。どうぞ。ラハメット、メルハメット。Yana 47 yılı 5. ayda çoğun dadam 26 yaş vaqtida ahırlarda Gomindang Merkez Hükümetining vakili Jang Jujong bilan şu suhbat elib berildi Qashqarda. Qashqarga kelgan vaqt u vaqtda xalq 3 vakilni saylab chiqdi. Buning orasida birisi çoğun dadam Jang Jujonglar bilan suhbatga kirdi. Kirgan vaqtida Jang Jujongningki samimiyatsizlik tufaylidan bu suhbat buzildi. Shu bilan Jang Jujong vaqti Xotan qaytib ketdi. Xotan qaytib ketib, andan keyin ashani ko'zdan kechirilib ketib, yana necha oydan keyin qaytib kelgan vaqtida cho'ng dadam yana boshqa bir necha sardoshlari bilan namoyish 10 ming kishilik namoyish o'rlashtirdi. O'rlashtirib Jang Jujundan bizning suhbat qilgan savollarimizga javob qaytarsa degan shaklda qistaydi. Bu asosiy savol hammamiz bilamiz 46 yili 11 bitim imzolangandan keyin Komintang hukumati bu 11 bitimning nurg'un moddalariga amal qilmaydi. Shu vajidan so'ralgan savollar shu bilan Jang Jujong oqishlikdan qochib hech kimga demay Urumchiga qaytib ketadi. Qaytib ketgandan keyin qaytib ketib necha oy o'tgandan keyin shu vaqtda shu qo'zg'agan namoyishni qo'zg'agan va Sharq Turkiston Jumhuriyati tarafdori bo'lganlarni tutish buyrug'i tushirdi. Shuning orasida cho'ng dadam yana bir qatim Gomindang hukumati tarafidan turmaga tashlandi. Bir şeyga bo'lsinmi? Şarkıcı olsun. 1947年5月26日、国民党のトップの一人、チョーチキューが、ウルムチにやってきます。この時、連合政府、またいわゆるウイグル側と国民党側の11の協約として、話し合われた時期なんですけれども、ウイグル側はこの時3人の代表を立てます。その一人が私のおじいのトゥルグン・アルマスです。しかしながらこの時の談話は国民党側の不誠実さでもって、継続することができなくなるんですね。そして朝はホータンに行ってしまいます。帰った時にホータンからカシガルにで、私のおじいのトルコのアルマスは1万人のデモを、そこで催して、この私たちが1946年からあなたたちに提出しているさまざまな問題に、国と民の未来に関するさまざまな問題に答えるように訴えかけます。しかしながら国民党のこのトップが裏の門から逃げて、その逃げたままにウルムチに戻ってしまいます。Türmege taşlanışdan burun şu Jang Jujongni qaçırıb ötken vaqtida bu vaqtda bizning aramizda milliy xoinlar chiqdi ekan. Shu vaqtda Jang dadam xoinga o'lim degan bir she'rni yozdi. Bu she'rni shu vaqtda aytib davlat qilgan ekan. Jang dadam tutilib bir yilgacha hech qanday izlarki bo'lmaydi.
Kelki bir yildagi ularning hayotligi tutilgan odamlar bilan birga hayotligi xabari keldi. Andan keyin 49 yili 4 oyda Cumhuriyet tarafdorining besimida Buvan va uning sirdoshlari qo'yib berildi hisobda. Yana 2 yil turmada yotadi degan gap. Buvan 5 oyda Urumchiga keldi, turmadan chiqqandan keyin. Kelgandan keyin yana jim turmaydi. Yana mustaqillik harakati bilan shug'ullandi. Sharq Turkiston mustaqillik harakati bilan yana Gomindan hukumatiga qarshi harakatlar bilan davomli shug'ullandi. Shundan bu vaqtda yolg'on birlashgan hukumatning raisi Burhan Sheyda Ahmadjon Qosimov telefon qilib, turg'un olmas yana ish teryapti bundaq nozik vaqtda ish tersa bir qo'zg'olonga sabab bo'lib qilishi mumkin aytgan degandan keyin Ahmadjon Qosimov buvamni g'uljiga yetkazib akisudi. Bu vaqtda 49-yil 7-oylar atrofida shuning bilan buvam g'uljidagi Olg'a gazetida takrir bo'lib ishlaydi. Rahmat. 1947年の話に少し戻します。町の、町がトップを務める当時の国民党政府はその時に、自分に立ち向かったウイグル人の知識人、すなわちこのトルコのアルマス先生たちをもう一回牢屋に入れるんですね。これ2年ぐらい時間がかかります。しかしながら1949年になった時に東トルクスタン共和国側の圧力もありまして、私のおじは、もう一回釈放されるんですけれども、しかしながらその後も止まらずに東トルキスタンの独立のために、水面下であるいは、社会の中で堂々とその活動を続けたために、その時のタタール人で後にウイグル人からも中国あるいはタタール人ウイグル人すべての社会から国を撃った人間として言われているブルハン・シェヒディなどによって告げ口を当時の国民と政府にされてもう一回牢屋に入ることになります。後に東トルクスタンの圧力も共和国の圧力もあってイリに戻りまして、当時東トルクスタンを代表する最も有名な前身アルガ新聞において編集者としてこちらで勤め始めます。Merhamet. Men mushu cho'ng dadamning mushu aytganimda ozroq bir narsa qistirib qo'yay. Cho'ng dadamning to'xtamay shundoq hisobda qo'sh tirnoqni shilki ish terishni tarjimani o'qigan vaqtimda o'zimning xarakteriga o'xshatdim. Menmu hozirmi dal shundoq shaklda shundoq bir ideyalarni mushtaq Sharq Turkiston mustaqillik nimasi mushtaq shaklda mengayaptim. Shuning balki mening ba'zan xarakterim mijozim cho'ng dadamni do'rgan bo'lishi kerak. Endi yana gap qaytib kelsak 49 yıl oktyabirda Sharq Turkiston Cumhuriyeti. Tarjim qilib o'taymi? Tamam. Tumaris Cıqlamini troublemaker deb hisob tashlab berib keldi deb. 当時私のおじトルコのアルマスもトラブルメーカーとして知られて牢屋に入れられたり釈放されたりしたんですけれども、今の私も周りからよくそういうふうに言われることがあります。もしかしたら DNA 的にはそれを継いでいるかもしれないんですね。トマルさんとはこう言ってるんですけれども、第三者として言えることは彼女はとても正義感の強いまっすぐな方なんです。Tumaris siz o'zingiz undaydigingiz bilan biz uchinchi shaxslar qaragan chog'da siz nihoyat adolatparvar, intayin tuzchi, haqqoniy bir xonim shu niman deb qo'ydim. O'zini manda davotdi, lekin biz manda qaraymiz Tumarisga deganni qo'shib qo'ydim hozircha. Rahmat. Marhamat. Shuning bilan 49 yil oktyabirda Sharq Turkiston Cumhuriyeti rasmiy tilda besilindi. Xitoy komissari rasmiy turda Sharq Turkistonga kirgandan keyin 50-yili 4-oyda cho'ng dadam Qashqarga yo'tkilib, Qashqar viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasida rozvedka bo'limida boshqarma darajali kadr bo'lib ishlaydi. 3 yil bu yerda ishlash jarayonida cho'ng dadamning his qilgani bu Xitoy kommunistlarimi emas, kommunistlar emas, balki Sovet kommunistlarimi yig'ib aytganda kommunist sistemasining bir yolg'on cherik sistema ekanligini to'liq tushunib yetdi. Rahmat.
1949年、東トルクスタン共和国が、なくなります。そして中国共産党が正式に、ウイグルに東トルクスタンに入ることになるんですけれども、1950年、トルクのアルマス、私のおじはイリからカシガルに移動になって、カシガルの公安警察署のこれは調査部門で働くことになるんですけれども、この3年間彼は働いて、共産主義、これは中国に限らず、あるいはソ連に限らず、共産主義っていうものはいかに嘘で偽りのものであったか、はっきりと理解します。Şunun bilen çoğun dadam yer 3 yıl işlегәндән кин, şu вакытла 53 yılları yer ıslahatı Xitayning өлкәләреннән башланып, keyin besilgan Şərq Türkistanda axırlaşıdı. Bu vaqtda çoğun dadamga tuyuqsuz telegram kelib, Ürümchiga qaytish to'g'riliq buyruq keldi. Şunu çoğun dadam Ürümchiga qaytgandan keyin Xitay mərkəzi hökuməti Turğun Almazqa hesabda çoğun dadamga huquq berdi. U huquq bolsunmu өлкəlik mədəniyyət nazarətining nazirligiga tayinlaydı. Lekin çoğun dadam bu o'rinning gazet, jurnal, kitap, nashriyatchilik, ideologiya sohasini nazorat qilgan o'rin ekanligini bilib, bu huquqni rad qildi va o'zining kasbini davomlashtirishni xohlaydiganligini degandan keyin Seyfiddin Aziz cho'ng dadamni o'lkalik adabiyot san'atchilar birlashmasiga yo'tkaydi. Shundan cho'ng dadam shu yerda o'zininki ijodiyatini qaytadan boshlaydi. Kasbiy hayotini. Rahmat. 1953年に中国政府、中国の全土において土地改革を始めます。この時にウルムチ、新疆政府のトップ、中央からカシュガルに電報が、通達がありまして、トルクン・アルマスをウルムチに中央に戻すように、そのような命令が下ります。トルクン・アルマス、私のおじはウルムチに戻ります。そして彼にその時与えられたものは、新教書文化庁のトップだったんです。しかし私のおじはその文化庁のトップはすべてを見て監視する役に過ぎないってことを、指して、中央政府に対してずっと作家だったので、自分の作家として私はそれをずっとやっていきたい。専業に作家としてやっていきたいっていうふうに言います。そして彼に2番目に与えられたものは新教書文学芸術賞のトップだったんです。おじはトルクン・アルマスはそれからずっとここで働いてきました。Onundan sonra çoğun adamınki hem de kasbiy hayotidagi çoğun burilishning birisi shu vaqt 53 yildan boshlab tarix tadqiqotiga kirishdi. Undan burun she'r, pozlan yozgan bo'lsa, 53 yildan boshlab tarix tadqiqotiga kirishdi. Shu vaqtda Sovet ittifoqining bolsheviklar hukumati Oktyabr inqilobining 10 yilligini tabriklab bir cho'ng murosim o'tkazgan vaqtda shu vaqtda Uyg'urlarning orasida vakil bo'lib Moskvaga cho'ng dadamni bordi. Ikki odamning orasida birisi bo'lib 3 oylik ziyorati bo'ldi. Bu jarayonda Leningradda bir tarixiy muzeyxonni ziyorat qilganda buvam bilan muzeyxonning boshlig'i buvam bilan bevosita suhbat o'tkazdi. Bu suhbatda o'tirsida hech qanday tarjimon bo'lmaydi, chunki cho'ng dadam o'rischani, anikin turkchani, anikin Gudayxan deb qo'yamiz, qadimiy Xitoy yoziqi tilini nihoyat yaxshi biladi. Shu o'tirda hech qanday bir tarjimon yo'q holatda uni bilan paranglashdi. Paranglashganda muzeyxonning boshlig'i cho'ng dadamga Türk xalqlarının, onlarının tarixidagi madaniy, kultural xotiralarini ko'rsatib, Uyg'urlarning shonliq tarixi to'g'risida so'zlab berdi. Hamda bizning dunyo madaniyatiga nurg'un turk bilan qo'shqanligimizni shu vaqtda deb, Uyg'urlarning o'zining tarixini o'zining yeyishi lozimligini deydi.
Оныңсызмы zaten cho'ng dadam 53 yildan boshlab tarix tadqiqotini boshlab bo'lgan. Ana cho'ng dadamning nima uchun shu tarix tadqiqotini boshlashiga sabab, ben biz deb o'tgandek 40 yildan boshlab Sharq Turkiston mustaqilligininki kurashlarga qatnashish jarayonidan boshlab toki 53 yilgacha. Hisobda 13 yil jarayonidagi inqilob tajribasiga asoslanganda ham nurg'un yetakchilik rolini o'ynash jarayonida o'zining xalqining, ya'ni Uyg'ur xalqining madaniyat, ma'rif, tarix jihatda nihoyat keng qolganligini his qildi. O'zimiz bilamiz, yani bir xalqni boshlab bo'lganki, xalqning ojizligini o'zimiz bila olamiz, lider o'g'ich bila oladi. Bilgandan keyin shundan o'zimizning tarixini o'zimiz yozib, o'sha xalqimiz agar tarixni bilmasa, bu mustamlikadan qutulamaydi degan bir ong bilan tarix tadqiqotini shu joyda boshlagan. Ko'p rahmat, Marsdan qiz. 私のおじのturg'un almasは1953年までは詩を文学作品をたくさん書いてきたんですけれども、1953年から歴史への研究も始めるんですね。そのきっかけになったのは1953年の10月に10月革命を祝うためにウイグルから、当時の中国からも何名かの代表を当時のモスクワに派遣します。この時に私のおじも一人の、代表としてモスクワ、ソ連に向かうんですけれども、彼はその時、今のサンクトペテルブルク、当時のレニングラードにおいてある博物館の館長と、長らく会話する機会を得るんですね。私のおじはロシア語、トルコ語、そして古代中国語、古代漢語ですね、漢族の漢語に非常に長けていました。彼は全くその通訳をその時通さずに、ロシア語でもって当時のレニングラードのその館長とずっとお話しします。レニングラードのそのロシア人の、歴史学者の博物館の館長は私のおじに対して共同の歴史、トルコ人の歴史、そしてウイグル人のさまざまなその昔の栄光についていっぱいお話しします。これらを聞いて戻ってきてから私のおじは自分が1940年から1953年まで民間において見てきたその政権のウイグル人への弾圧、不公不平について、そして私たちの文化的、教育的、自分の歴史もろくに知らない、遅れている状況に心を痛めて、自分たちの歴史を知ることが一つ非常に私たちを助ける道であるって確信をその時得ます。それからずっと彼は歴史の研究に人生を捧げたのです。このように私のおじがウイグル人を書いた背景としては、これ全部やっぱり知る必要があるからお話しさせていただきました。Rahmet. Şu 53 yilda tarix tadqiqotini boshlaydi. 58 yili Moskva ziyoratini qaytib kelgan vaqtida Xitoy markaziy hukumati buvamga yana ikkinchi qatim o'lkalik partkomning tashviqot bo'limiga mudirlik degan huquqni yana bir qatim berdi. Ammo buvam ikkinchi qatim yana Xitoy hukumatining bergan amal huquqini rad qildi. Rad qilgandan keyin shuningdan keyin 58 yili o'ngchilarga, yerlik millatchilarga qarshi turish harakatida buvamni tanqidlaydi va ta'qib ostiga oladi Xitoy hukumati. Ondan keyin 49 yildan keyin yolg'iz cho'ngdam yolg'iz she'riyatlar emas, dostonchilik, povest yana romanlarni yozgan. Mishagichlar to'xtaymi? 1958年に北京の中央政府から私のおじトルゴン・アルマスを新疆の党の宣伝省の一番トップとして働くように進めます。しかしこの時も私のおじはこの
要請をきっぱりと断るんですね。そしてその後、中国全土におきまして、右派と地方民族主義に対する打撃が始まります。おじはこの何回かにわたって中央のこのようないわゆる一党がある恩恵を断っているので、この右派と地方民族主義者を打撃するこの類に、たやすく入れられてしまうんですね。その一つの原因としては、彼は1949年以降、詩だけではなく、長編物語詩、ダスタンも書き始めていたんです。Merhamet. Чондадам shu jarayonda 65-yili Qashqar haqida qissa degan romanini yozib bitirdi. Ammo Xitoyning madaniyat inqilobida bu roman yo'q qilib etildi. Uyga kirib, Xongwei deb qo'ymiz shu vaqtlarda. Pomishchilarning uyiga kirgan, ziyolilarning uyiga kirib, shu vaqtda bizning cho'nglarning uyiga kirib, Qashqar haqida degan qissa degan kitobni chiqarib, shu peti yo'qolgancha hozirgacha izlayapti yo'q. Andan keyin 50-yillarning oxiridan boshlab Xitoy Sovet munosabati yiriklashga boshlaydi, hammamiz bilgandek. 60-yillarning beshidan boshlab bu yirikchiliklar matbuot yuzda ko'rilishga boshlaydi. Mush paytlarda madaniyat inqilobi boshlandi. Sharq Turkistonda bu madaniyat inqilobi olib berildi. Bu vaqtda Moskva hukumati Uyg'urlardan foydalanib, Urumchida turishliq Abdukerim Abbasov boshchiligida 46-yili G'uljida qurilgan Xalq inqilobi partiyasini qayta tartibga soldi. Hem yana qaytadan yana Uyg'urlarga shu Xalq partiyasining rahbarlariga, shu vaqtdagi rahbarlariga va'dalarni berdi-da, shu 20 kishilik komitet shakllantirdi. Buning o'rnini shu bizning Sharq Turkistonda tashlab qo'ydi. Qolganini 5 jumhuriyat hozirgi 5 jumhuriyatga tashlab qo'ydi. Hamda buning ichidagi yetakchilarga va'dalarni berdi. Bergandan keyin shundan cho'ndadami bu Xalq inqilobi partiyasiga kirdi. Kirib yaxshi ko'rsatgan deb kirgandan keyin bu partiyaningki programmasi bilan nizomnomasi cho'ndadan qayta yozib chiqdi. Shu yozib chiqqandan keyin Xitoy Sovet ittifoqi yana bir qatim va'si turmaydi. Shuning bilan 68-yildan 70-yilgacha bo'lgan bu mustaqillik harakati yana bir qatim mag'lub bo'ldi. Shuning bilan 70-yilning beshidan boshlab Xalq inqilobining a'zolarini qo'lga olishga boshlaydi. Shu qatorda bu ham turg'un olmas 70-yili 7-oylarda uydan olib chiqib ketildi. Shu chiqib ketgancha CSP'ning hisobida Xitoy Kommunist partiyasining turmasida 7 yil yotdi. Uningdan sirt turg'un olmasninki eng cho'ng o'g'limi shu Xalq inqilobi partiyasining qarmog'idagi yoshlar tashkilotining a'zosi bo'lib, u shu vaqtda cho'nda dadisi turg'un olmas bilan o'xshash bir kunda tutilib 5 yil turmada yotdi. Şeyci tutayım. Rahmet, pek mühim yerge keldiniz. Tumarız. Yaxşı birisini qaldırmayı tercüme qilman. 私のおじturg'un olmasは65年に1965年に書きましたカシガルに対する物語っていう長編の詩があったんですけれども、これはその時に家から奪われて、いまだにこの長編の彼の作品が見つかりません。中国政府もこれを私たちに返そうあるいは公表しようとしないんです。いまだにないんです。なくされていたと思います。またもう一つここで私が伝えなければいけない重要なことは、50年の、終わりになりますと中国とソ連の蜜月が終わりまして、関係がだんだん悪くなります。そしてソ連がその時にウイグルに、いろんな工作員派遣して、46年に東トルクスタン共和国内で、自主的に組織された東トルキスタン人民革命党をもう一回組織するように働きかけるんですね。その時の、リーダーとしてウイグル人の中にアブドゥケリム・アッバーソフなどがある
いるんですけれども、この東トルクスタン人民革命党はまた人民の間で海外でも日本においてもこれヒップとしてものすごくヤポニアでもヒップとdegan isim danglaq非常に有名なんですね。またこのもう一回組織された後に私のおじがこの東トルクスタン人民革命党の当初をすべて新たに書き起こします。後にこれは、そのあたりから、中国の歴史において最も波乱を起こした文化大革命が始まるんですね。文化大革命が始まって、その時からこの東トルクスタン人民革命党のすべてのメンバーたちがまた当局に捕らえる、そのようなきっかけがその時に作られてしまいます。この公衛兵っていうのも皆さん、知ってることなんですけれども、その時に私のおじが、1970年の7月に家から連れ出されまして、またもう一回7年間中国共産党の牢屋に入ります。そしてその長男もこの時に一緒に連れて行かれるんですね。Şunun bilen Tumarisxan kız bu Turgun Almaz efendim Gomindangning vaqtida 2 qitim, Gongchandangning vaqtida 1 qitim bu Xitoyning har bir hokimiyatida bir turmada yetib chiqdi degan bo'ldi-da. Shunday oldu. Aldı keyin olup 11 yıl türmede yattı da. Turgun Almaz sensei は中国の国民党であれ、国民党のその生成祭の時であれ、その後の朝の時であれ、あるいは蒋介石、それから中国共産党が入ってからもずっと3回にわたって牢屋に捕らえられた数多くのウイグルの知識人の代表としてのこの経歴なんですね。多くの知識人はこのように、国民党の時、共産党の時ずっと捕らえられています。Rahmet. Şu jarayonda men cho'ng dadam azaldan Sharq Turkistonning mustaqilligidan voz kechib boqmaganda nurg'unlar kirib chiqib voz kechdi. Ularning avlodlarimi voz kechdi Sharq Turkiston mustaqilligidan Xitoyda hisobda avlodlarga, dadillarga huquq berdi, oldi huquqni. Shuni qanoat qilib bir-bir o'tganlar bor. Endi qaytib kelsak 77-yili cho'ng dadam turmadan chiqqandan keyin buvam tarix asarlarini ilmiy maqolalar orqali e'lon qilishga boshladi. Bo'lib 80-yillarda nisbiy bir tinish, ozroq bir erkinlik bu vaqtdan foydalanib 80-yildan 90-yilgacha bo'lgan oralikda 40 ga yaqin tarix to'g'riq ilmiy maqola e'lon qildi. Ondan keyin eng oxiri 89-yili qadimgi Uyg'ur adabiyoti, Mo'g'ullarning qisqacha tarixi va Uyg'urlar degan tarixiy asarlar orqali tarix asarlarini orqa-orqadan nashr qilishga boshladi. Bu jarayonda shu 80-yillarmi Xitoy hukumati Sharq Turkistonliklarningki tarixini burmalash uchun Şinjanning yerlik tarixi, Uyg'urlarning qisqacha tarixi degan burmalangan tarixlarni yozib chiqqan, e'lon qilgan vaqtda shu vaqtda cho'ng dadamning 3 kitobi chiqish orqali ularga bir alternativ hisobda shakli chiqib, hisobda bir Uyg'urlarning bir haqiqiy tarixini o'tirib tashlagan bo'ldi hisobda Sharq Turkistonliklarningki. Şunun bilan endi butun Xitoy davlati ham shu bo'lib Sharq Turkistonning ichida cho'ng dadamning bu 3 kitobi to'g'riliq tanqidlar ilib berishga boshladi. Shundan keyin cho'ng dadamning ijodiy asarlari, tarixiy asarlari e'lon qilinib boqmadi. Cho'ng dadamningki asar e'lon qilish huquqi ib tashlandi, unvoni ib tashlandi. Shu vaqtda keyin bu tasvir men oxiriroqday ma'ni tasvir. İlib tashlangan vaqti 89-yil 12-oydan boshlanamdi. To'g'ri. 89-yil 12-oydan boshlanadi. Rahmat. 77年になりますと、この7 yil jarayonda
hem türmede hem qarang'u kömür kanның içinde mecburi emgek silinip nayt salametligi ziyankeşligi uçurganligini men bir materialdan kördüm. Bu ras ahvalmı tumarız. Bu türmede. Rost doğru. Çoğun adamның salametligi şu türmeden çıqqandan keyin zor dərəcədə özgərgan. Onu mən çoğ apamdımı, ayağı yorğandımı ağlagan, apamdımı ağlagan, hem özdümü degan yerlərni ağlagan vaxtım var. Şu vaxtlarda Ma'qul, men ovoz tez yaxshi kelmayotdi, men tarjima şuna qilib deganman. çıxılgan. Mening ovozim yaxshi beryaptimi do'yamlar? Sen sevotashni qo'yadi desu ka? はい、聞こえてます。 Ro'y jihatdan jiq urilib Tugire desu ka? Dajob desu ekan. ka? Tanni jihatdan jiq urilib ekan. Lekin shunda apasum yana turmadan 私、トマルスハンコの声がちょっと途切れしていますので、ああ、私がそうですね。今まで。こはい。ちらの方は聞こえないですね。はい。はい。私の方で訳させていただきます。77年にトルコのアルマス先生は、7年間の牢屋生活を、終えて出てくるんです。この中国共産党の牢屋は、今のその言われてることと全く変わってなくて、その時に牢屋に入ったトルコのアルマス先生などのその知識人は石炭坑の中に入れられて、強制労働を7年間ずっとするんです。それで、体罰も大変受けたって今トマルス・アルマスカンコが言ってるんですけれども、それで体調大変悪くなって戻ってくるんですね、7年後に。その時ちょうど77年に戻ってきて、体調も悪い、やることはいっぱいある。彼はその命を削って歴史、その文学についてウイグル人に多くのものを書き残すために頑張ります。その時の政治あるいは社会の状況としても、文革の後もう少しその民族のいろんな文化を復興させるための政治の、幅がちょっと緩やかだったので許されるその場合がその環境的にはちょっと今よりは良かったって言われています。その時に彼は共同の歴史、古代ウイグル文学、そしてウイグル人などのたくさんの、そして40枚の歴史論文を書き残します。しかしながら、この89年になりますと、皆さんが、周知の通りに天安門事件が起きます。そして本がウイグル人が出版されまして、2ヶ月後にトゥルゴン・アルマス先生のすべての本が出版禁止になって、すべて出版社、そして本屋さんからこの本が消えることになるんですね。わずか2ヶ月後。しかしこの2ヶ月の間にまた出版禁止で全ての本屋からこの回収されたことによってウイグル社会の中に残した影響は計り知れないんです。Merhamet. U vaqtda men 9 yosh vaqtim, men bu kitob o'qish odatimni shu cho'ng dadamning uyida o'tirgan. Cho'ng dadamning uyida shu yiziqchilik qilgan uyda cho'ng bir tom hisobda kitobdi. Shu yerda nurg'un yaxshi nadir asarlarni o'qigan. Endi shu vaqtda mamlakat bo'yicha Xitoyninki davlati bo'yicha ham Sharq Turkistonning mamlakat bo'yicha cho'ng dadamning 3 kitobini tanqidlash boshlanganda endi turg'un olmasni Xitoy itayotgandek degan so'z butun shu Turkiston nemisda tarqalgan bo'lib Urumchida tarqalgan vaqt ekan shu shohidlarni ko'rgan shohidlarning deyishicha
Dünya Qurultayınınki tədqiqat mərkəzi işləydigan Kimo media işləydigan Parat Yorunqaş əpəndim bunu dəp ötəp ketken bir qatımlıq nimede. Şu adamның degindimi, hem adam işte degen vaqtida çoğun adamını şu Döngörük, Örümçi şəhərin, Şərq Türkistanın Örümçi şəhərinin Döngörük degen yerde uçurtup kaldı eken. Uçurasa çoğun adam xeyal yok, şiləpini kiyip, hiç bir kokuş yok. Yolda ötken, keşkengi qarab turgan altını görüp nurg'unlar hayran kaldı eken. Nurg'un o'quvchilar shu kitobni o'qigandan keyin garchi u kitob 3 oyning ichida yig'ishtirib bo'lsa-mu, lekin astirdan nurg'un setilgan ham tarqatilgan bo'lib, asosan shu vaqtda oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar asosan o'qib nima qilgan ekan, shu kitobni o'qigan ekan. Shu kitob o'quvchilarim shu mening bir navri hadamning shunday esida bor ekan deganida shu oliy maktab o'quvchilari shunday odam to'nib qilib oldiga keladi ekan, qo'ysiz turg'un olmasmi, sizni kitobingizni o'qidik desa, bu ham turg'un olmas, ularni ayab meni nurg'un odamlar o'qishdidu, man emas deblan bolalarga ishda salom qilib o'tib ketadi ekan. Cho'ng odam turg'un olmas shu vaqtlarda shunday odamlarni ayaydigan bo'lib ketgan. Nurg'un biz eng ichindigan yeri shu joyda mansabni deb Uyg'urlarning o'zlari shu bu ham turg'un olmasdan 3 kitobni tanqidga qatnashganchu. Nurg'un undan keyin ularni pushaymon qilib kelgan shunday aniq esimda bor. U vaqtlar esimda, chunki bundaq bir qattiq xarakterni ko'rgan, qattiq muomalani ko'rganda kechiringlar mushkim. Adamning esida qoldi deb o'ylayman. Jo'nadan bu kelgan odamlarda ko'rishga bo'lmaydi uyga. Biz borib qolsak shempular bordik cho'ng uyga. Shu qattiq ko'rishga bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa kirib qo'lni bermay silkib yetadi. Mening parvoyim palakdaydi. Kelikka shu tog'larimdan anglasam, shu odamlar shu cho'ng odamninki kitobini tanqidlaganlarning orasida keyin pushaymon qilib cho'ng odamdan kechirim so'rab kelyaptimi? Turg'un olmasdan hech qanday bir qo'rqinishim bo'lmagan, ularda ayminishim bo'lmagan, o'zining qilgan ishiga pushaymon qilmagan, shular ularni shunday yo'qsab qolgan bolalar bordi. Bizni doim Do'ngko'rikni oldiga o'ynatqilar chiqdi, bizni operti apagan vaqtida oldiga kelib bir odam salom qilsa, salom qilmay qo'lni qaritib o'tib ketgan vaqtda men chiq ko'rgan. So'rsam, nima shunday qilsa, cho'ngda bika unda qildi kelsa, men kichikda tushmayman. Qo'ysizlar, sizlar kichik bilmaylar degdi. Shu yerga kelganda men o'zimning shu xarakter bor endi. Hozirmi ham shunday o'zimizning Sharq Turkiston mustaqilligi ziyonli harakatlarni ko'rsam yoki bo'lmasa shunday odamlarni ko'rsam, to'y-to'kilni nazarchilarga ko'rsam salom qilmayman. Balkim shu ishlarmi shu cho'ng odamning shu xarakterim menda yetilgan bo'lishi mumkin. Yen yoki bo'lmasa ko'rganlarimdan shuni bir qo'shib qo'yay dedim. Yaxshi. Rahmat. Har bir jamiyatga sizga o'xshashma tuz bo'lib azroq tetib qo'ydigan odamlar kerak. Men sizga rahmat aytaman. Oxirgi uchun tarjimani boshlayman. 77年そのように出てきてから、ウイグル社会の知識人の中でも二面化して行きました。私のおじみたいに一生懸命その昔と変わらずの独立の道をまっすぐに進んで、そのためにいろんな活動をする人と、中国共産党政府に与えられたいろんな役職や恩惠に、喜んで、それに満足して、そこでストップして、共産党側になる人、2つに分かれるんですね。これが後に私のおじがその本を書いた時に中国政府のその一つの工作隊が私のおじのそのさまざまな著作あるいはウイグル人に対して攻撃して、罪を確定するための工作隊を作るんですけれども、その時にその共産党側になった人々がその中に入って私のおじのその著作を攻撃する側に加わるんです。当時89年、私9歳でした。そしてまた社会においては、中国政府がすべてこの本禁止にしたことで、水面下でウイグルの中でこの本バーッと広まりまして、当時の大学生で読まなかった人はいないぐらいたくさんの人がこの本を読んだんですね。そしてまたウイグルの中で中国共産党政府がトルゴン・アルマスにもしかしたら死刑を課すかもしれませんっていうことも同時に広まってしまいました。当時、中国政府の、ある宣伝で重要なところで働いていた
今は世界ウイグル会議の、にいるパルハット・ユルンカシ先生もこのような事実があったことをある番組の中で語っています。私は9歳だったから本を書くことあるいは読むことその時に、おじを見て勉強して本を読むのがその時から好きでした。しかしおじはその自分にもしかしたら死刑っていうことを知りながらも全く怖がることはなかったんです。彼はとても清掃をして帽子をかぶってウルムチのオットルクルアルラウチャーそういう一番大きなところを、堂々と歩いていました。またたくさんの大学生の人々が彼をトロナウの先生ですかと、来るんですけれども、でも自分とお話をすることで彼らが中国政府に被害を与えられることをとても彼は怖がって多分心配していたかもしれません。いや、人違いです。みんなに似ていると言われます。って言って、通り過ぎたんです。いつも私たちをそのウルムチの中心部、大バザールまで、ウイグル語でオットルクールク、中国語でじゃあそこまで遊びに連れて行ってくれました。しかし全くその怖がる様子はなかったんです。懸念している様子もなかったんです。唯一ものすごく私覚えているのは、おじいはその自分の本に対してその中国側に共産党側に立って批判組に加わったいろんな人たちに対してたとえその人たちが家に来たとしても握手することを拒んだんです。その時ちっちゃかったのでなんでこのような態度を取るのかなと思ったんですけれども、彼はそのようにとてもはっきりしていた性格だったと思います。その時は分からなかったんですけれども、実は今の私も同じ性格で東トルキスタンの国益独立に害するいかなるその考え方の人でも私はとてもいい顔したくないんですって彼女は言っています。Merhamet. Bu yerda yana bir ta'kidlab qo'yadigan ish, bizning Sharq Turkistonning xalqi asosan hammasigidek asosan Sharq Turkiston mustaqilligini xohlaydi. Bizmi shu Sharq Turkiston ishlar qurultiymi, dal Sharq Turkiston ishlar qurultiymi shu xalqimizning shu mustaqillik irodasiga vakillik qilgan ahvolida bizmi o'zimizning nishonini belgilagan. Sharq Turkiston ishlar qurultiyga Dilyar Musabayning oilaviy oq ko'rishini anlapandimi tushundi ekan. Mening buvamning oq ko'rishini sizlar yaxshi bildi ekansizlar. Ondan keyin shu Amanullah Qashqarimi surgun hukumat qurg'uvchilarining oilasining a'zosi bo'ldi. Mana biz o'zimizning shu oilaviy oq ko'rinishimiz, o'sib yetilgan muhitimiz va Sharq Turkistonning ichida bizmi diskriminatsiyaga uchragan, kamsitishga uchragan bizning oila bo'libmi? Shu sabablar tufayli hamma narsa yug'urilib bizning qinimizga hamma o'zimizning iymoniga, e'tiqodiga Sharq Turkiston mustaqillik o'rnab ketdi. Shu vajdan Sharq Turkiston ishlar qurultayini Dilyar Musabay, Amanullah Qashqar qatorliq qarindoshlarimizning birlikda tirishchilik tufayli nimasidan sababidan qurildi. Birinchi qatimda Dilyar Musabay ep berib muvaffaqiyatli holda bizning ichimizda Sharq Turkiston mustaqillik ideyasini keng ko'lamda qaytadan bir qo'zg'agan bo'ldi, xalqni tarbiyalagan bo'ldi. Diasporadagi Sharq Turkiston xalqini, Uyg'urlarni. Undan keyin ikkinchi qatimliq saylanishda men chiqqan bo'ldim. Mana bu Sharq Turkiston ishlar qurultayiningki shakllanish jarayonimi oxirida shu Amanullah Qashqari bir qur so'zlab o'tib ketadi. Nishoni nima, missiyasi nima, aloyligi nima deb hammani shu Amanullahga qo'ydim vaqt munosabati bilan. Rahmat sizga. 最後に私がもう一回ここで私の今やってることと私の家系、そして私が育った環境を一致させてお話ししておきたいことがあります。それは何かって言いますと、東トルキスタンに育った私たちのそのような家族はずっと迫害されて、その中で私たちも弾圧を受けて
成長して生きていきます。そして私たちの祖国は全く知らないうちに侵略されている。植民地になっている。いずれか主権と独立を私たちは取り戻さなければいけないって、私たちどんな東トルキスタンの人間でもそのように心の中で強く思っています。例えば私は今東トルキスタン青年会議の主席なんです。東トルキスタン青年会議は東トルキスタンの青年たちの行為、魂、そして志を代表する組織なんです。私の前にはもう一人の今日お話しするデリアル・ムサバイが主席になりました。最後にアマヌラからまた東トルクスタン青年会議について、その志についてお話があるかとは思いますけれども、私たちの国は独立国家だった。その主権が奪われました。私たちはいずれか主権と私たちの独立、自由を取り戻したいって思っています。侵略者はやはり出ていくべきなんです。これが私たち青年会議が世界に訴えたい訴えです。時間の関係で私の話はここで終わります。Рәхмәт, вакыт мөнәсәбәтләмешәдә сезнең сүзең ахырлашты. Бәлкем бәк hozirgacha biz bilmaydigan yaxshi informationlarni deb berdingiz. Oxirsida mendan Yaponiyada bir material to'g'riliq sizlardan so'rayman. Sizga sizning oilangiz shu Yaponiyadagi Xitoy Turg'un Almas apandimga shu kitobni yozgan chog'da qandaq bir jinoyat artgan degan ichki material to'g'riliq bilamsizlar? İchki materialni men hozircha ko'rmadim, lekin mening bilishimcha ichki material bu mening Gollandiyadagi odamning qo'lida bor o'xshaydi. Shuni surishtiryapman hozir. Agar bu shuni deb yana bir ko'rish yo'lim bor. Vatandoshlik vaqtida bizga bunday fursatlar yo'q deyman kichikdan. Undan keyin bu vatanning sirtin menimcha Turg'un Almasning bir kichik o'g'li bor, Qutlug' Almas tag'am. Tag'am ko'rgan bo'lish ehtimoli cho'ng. Chunki tag'amning tarixdan nihoyat yaxshi xabardor. Ham cho'ng dadam kitoblarni yozish jarayonida Qutlug'ga oliy maktabga chiqqan vaqti kichik o'g'li jarayonlarni biladi deb o'ylayman. Endi bu jarayonda endi cho'ng dadamningki ma kitobning oxirini yozmaganlikning sababi deb bir savol qo'yibsizlar. Menimcha endi bu Uyg'urlar degan kitobniki asosiy audiensi anglag'uvchisi Sharq Turkiston ichidagi xalqlar Uyg'urlar qaratilib berilgan tarixiy material deb o'ylayman. Cho'ng dadamniki endi buning oxirini chiqadimi degan vaqtida Ana yurt romani 98-yilda e'lon qilingan qilishcha. Shu e'lon qilinganda shu men batdim shu uyda. Cho'ng uyda cho'ng dadamningki shu Mimaxoyda shu Ana yurt romani turgan. Turg'aqda cho'ng dadam shu joyda eslaydi. Eslab men birinchi betni o'qig'izdi, o'qitib to'xtadim deb Ahmadjon Qosimning shu yana angarqi suhbatga mangan vaqtida Beyjingga atalim suhbatga. Shu vaqtda shu bir qarashnavoy sumkani, suitcase'ni ko'targan holatini tasvirlaydi cho'ng dadam. Uzatqı chiqqanlar narsa barkan cho'ng dadammi. Shuni ularninki eslab andan keyin o'zining bir kitob yozayotganligini shu joyda tilga oladi. Shu uyg'ongan zaman bilan o'zining yozgan kitobini o'ttirsida qolib qolgan bir qismini yozayotgan ama bu yerda nashr qilolmaydiganligi to'g'riliq ash gapni deydi. Shuningdan cho'ng dadamning uyida shunda tom yozmalar paydo bo'ldi. Necha yil o'tgandan keyin hisob. Uni oldida 1-2 yil o'tgandan keyin paydo bo'ldi. Uni oldidami bat deb, undan keyin cho'ng dadam shu uyini sulab qo'ydigan bo'lib qoldi. Burunqidek ochiq emas. Keyingi shu cho'ng dadam yashining oxiri borgan vaqtida 2001-yil tugadi shu tom ash yozmani cho'ng sumka achib ketib, qaytirib akildi. Yana achib ketib, yana akirdi. Shu vaqtlarda chet elga chiqarib o'tishni o'ylashgan bo'lg'iti deb o'ylayman. O to'g'riliqcha qiz uchirgankan. Oxir bir kun achib ketib quruq qo'l qaytib kirdi. Biz hozir topolmayotgan mush bir tom kitob bor, yozmasi bor. Undan keyin nasabnoma yozgan cho'ng dadam. O'zining nasabnomasini shu nasabnomani topolmayapmiz. 2 narsa yutib ketdi. Mush to'g'ri bir uchur beray dedim. Endi nima uchun mush Kansu xandonligi to'xtab qoldi deganda, Kansu xandonligilar emas, mush Chag'atay nima xonligiga kelgich to'xtab qolgan
Çünki çoğundan birisi de Uyg'urlar kim o, biz kim o degan shaklda sundi. Onundan keyingisini o'qisak, hani chag'atda yana Saidiya xonligi, undan keyin Apaxo'ja davri kirib ketimiz. Asosligi Sharq Turkistonningki besivilnigan tarixiga kirib ketimiz. U vaqtda shu yerda to'xtash zarur bo'ldi. Endi besivilnigan tarix kelgan vaqtida dushman kim o degan bir narsa chiqdi. Dushman kim o deb chiqqandan keyin u yozilsa, u e'lon qilinish ehtimolligi nihoyatda tuvanda. Shuning uchun cho'nlardan shu yerda to'xtab qolgan bo'lish ehtimolligi zo'r deb o'ylayman. Amdaki o'zida nima uchun shu yerda to'xtab qolgan to'g'riliq men tog'larimdan hech qanday ma'lumot olamadim. Balki mening opam bilishi mumkin ekan, opam bilan hech qanday aloqam yo'q. Olchidek bo'lib qoldi. Telefonim o'l gapdan so'rg'a bo'lmaydi. Lekin mening farzim shu endi. Rahmat. Tumaristonga今言ったのは、本は慣習ウイグルハンガ国においても止まってしまっているんですね。なんでここで本が止まってしまっているかってことについて、もしかしたら2つの可能性がある。一つは書いたんですけれども出版できなかった可能性があります。もう一つは書いたものは没収されてどっかになくした、あるいはなくされた可能性があるって2つの可能性はお話ししました。Gapingizni mushu yaponiyaliklarmi mushundaq o'ylaydi-chu, Tumarisxon qiz. Chunki birisi yozilgan narsa nashr qilinmasligi ehtimolligi bor shu chog'da. To'g'ri. Shu nashriyotda bo'lib qolish ehtimolligi bormi? Mushu Saudiya siz degandek mush besongan vaqtdagi mush tarixlar deb Çoğundan o'ylaydi-chu. çoxum yazdım. Ha. Çünki çoğundan şu ikinci qatımlıq Cumhuriyetning tirik şahidlarining birisida şu inqiloblarga şahid bo'lgan ham shuning faoliyatlariga qatnashgan deb o'tib ketgandek 10 necha yil hayotiy 40 yildan boshlab toki 53 yilgacha bo'lgan araliqda turmalarga kirdi chiqdi. Buni cho'qim qimmatli bundaq birinchi qo'l material chiqadigan odamning qo'lidan bo'lib tarix tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan odam cho'qim yozdi deb o'ylayman. Bir tom yo'qolgan yozmasi mening cho'ng farzimda ham ehtimollikda shu Sharq Turkistonning ishg'oliyat tarixi bo'yicha ehtimolga cho'ng raqamli. Yaponiyaliklarning hozirgi bir ko'z qarashi kitobning oxirisida nashriyotdan degan yerda Saidiya deydigan bir gap chiqar ekan-chu, eng dastlabki nashriyotdan mush kitobni tanishtirgan chog'da. Keyin bu gapni elinib ketgandan keyin bu Kenso Uyg'ur xandaligi 61 bet, qolganlari 400 bet, 500 bet, 300 bet shunday chiqqan bo'lsinmi. Uning keyindan oxirlashtirdim deydigan bir gap yo'q, mush yerda tugaydi-chu. Mush kitobning oxirisi bo'lib qolishi mumkinmi yoki bu nashriyot buni yo'qotib etdimi yoki shu Xitoy hukumati bu kitobning oxirisini yo'qotib etdimi? Qandaqli bo'lishdan qat'iy nazar mushunda bir o'tirisi to'xtab qolganligi sizlarning millatga berilgan, sizlar mushuni davomlashtirmasanglar, yozmasanglar bo'lmaydi degan bir endi signal deganni endi deb qo'y degan mushu bir gap. Uning keyindan Mao uchinasi va bak muhimchi shu chog'dagi xizmat gruppasi Turg'un Almas apandimninki kitob artgan bu material mendan borchu, men rasmga tortib avatib bersam bo'ldi. Mushuni men o'qib beray, chunki Uyg'ur qarindoshlarim men mushuni bilmoqchi bo'lgan. Yaponliklarmi bakchiq azroqlam vaqt ketadi mush degandan keyin siz bilan bo'lgan suhbatni misha to'xtataylik, Tumarisxon qiz.本が半分になってしまったことの原因はさっきトマルさんが言いました。もしかしたら出版できなくて、出版社によってこの原稿がどっかに隠された、あるいはなくされているかもしれませんし、没収されている可能性があるんですね。で、もう一つそれとは別なんですけれども、中国共産党政府がトルゴン・アルマス先生のウイグル人に課したこの3つの罪が、この資料が陽海英先生によってここに書かれています。この3つの罪は日本語、ウイグル語で私読ませていただきます。Bu 3 günahni Uyghur qarindoshlarimiz anglab qolinglar. Men yaponcha, Uyg'urcha o'qib beray. Birinchi günah. 第1、作者のトルゴン・アルマスは中国が古くから統一された
多民族国家である事実を否定し、ウイグル族など我が国の北方の遊牧諸民族が建てた地方政権と言いました。Birinci günahı Uygurlarning yozuvchisi Turg'un Almas Xitoy davlatining burundan boshlab birga kelgan ko'p millatlik davlat degan eng asosiy bir yerini inkor qildi. Bu biz Uyg'urlar shimoldagi otliq millatlar degan bir sapsatini ko'tarib chiqdi. Bu birinchi cho'ng gunoh deyilgancha bu materialda. Buningda 20 Xitoy bor. Buning boshlig'i Fundajun degan bir cho'ng Xitoy deb materialda yozilibdi. Fundajun bu ya Madajunmi ish qilib, ikkisining birisi men Madajun deb o'ylayman. Materialda men Mo'ng'ul muallim shunday yozibdi. Ikkinchi第2は著者は歴史上の諸民族同士の戦争を極端に強調している。İkinci günahı Turg'un Olmaz tarixdagi bir davlatda yashagan millatlardagi kichik to'qinishlarni urush qilib ko'rsatgan. Bu ikkinchi gunohi ekan. Turg'un Olmaz efendimning. Üçüncüsü Daisanは民族関係についてマルクス主義の立場に立たないでブルジョアの観点から解釈した。Üçüncü günahı bu kitapның yo'qotilishdagi Turg'un Almas millatlar ittifoqligiga millatlarning munosabatiga nisbatan markizmlikdan emas burjuadan chiqqan. Shuningga bu kitobni biz yo'qotib to'xtatamiz degan mushu 3 gunohchi. Bu gunohlarni qisimiz buning hech qanday bir ichki mazmuni yo'q, bir quruq gap desak bo'ldi hamda. Bu bir 20 Xitoyning tadqiqotchisi birlashib mushu gunohlarni aran tepib chiqaribdi hamda. Bu kitobningki ilmiy mazmunninki qancha kim izlasimi hech nardan bir yo'chiq topolmag'dak yuksaklikda yozilganligining isboti deb biz Yaponiyadagilar shunday qaraymiz. Mushuni oxirsida sizga yetkazib qo'ygim keldi. Bugun sizga ko'p rahmat tarjimonlarga, uning keyindan analizchilarga agar gapingiz bo'lsa men yetkazib qo'yaman. Ovozda qolib qoldi, ovozni yetkazib qo'yman. Shuning bilan Dilyorga o'taylik Tumaris. Meybem deb o'tgandek tarjima qilgan xonimga mening rahmatimni yetkazib qo'ying. Ham bugun shu savirchanlik bilan cho'ng dadamninki tarjimani anglagan va bizning hayot hikoyamizni anglagan qarindoshlarga, yaponlik qarindoshlarimizga mening rahmatimni aytib qo'ying. Rahmat. Tumaris Almas Sankara 本を翻訳したすべての翻訳者、そして先生方に感謝の気持ち、そしてここで長い時間にわたってずっと自分の話を聞いてくれた日本のウイグルの皆様に対してもありがとうっていうことです。Sizgaもrahmat aytamiz, Tumaris ham qiz uzoq vaqt o'zingiz to'g'riliq qimmatlik gaplarni cho'nglaringiz to'g'riliq, ailangiz to'g'riliq, hatto cho'ng tog'ingizning tutilib ketganligi to'g'riliq bu uqilmagan bir yangi xabar deb berdingiz. Sizning shu hayot hikoyalaringiz Xudoyim buyursa bir nashriyatdan Turg'un Almasning hayotini Uyg'urlarning ovozi qilib nashr qilmoqchidim deb tunugan xabar kelgan. Bu nashriyatning adimi mushada keyin agar nashr qilib qolsa sizga bevositachi xabar berishi mumkin. Sizga rahmat aytaman men. Efendim, Tumaris senseiさんの話は終わりました。何か言いたいことがあったらどうぞ。はい。そうです。ウイグル人が、未完というか、その途中で出てるということでですね。原稿がどっかに行ってしまったという話も
ありましたけれども、天安門事件直後の出版でもう、とにかく急いで出そうとしたというのもあるのかなというふうには、考えております。で、確かにその途中で終わってですね、最初冒頭にも出てきましたカシュガルハン国とかですね、日本の歴史の記憶だとヤルカンドハンといった方が通りがいいかと思いますけれども、そちらが抜けているのはですね、本当に残念だなという気がします。はい、もし何かどこかで原稿が見つかることがあったら、ぜひ完全版が出たら嬉しいなと思います。ありがとうございます。Efendimning degan gibi 89 yılı Temin vakası yüz bergandan keyin balkim nashriyat qilish imkonchiligi mumkinchiligi ichida bu kitap nashr qilinish ketishga oldirgan bo'lishi mumkin. Hozirgi gaplarni anglab Qashqariya, Saida, ya'ni biz yaponcha desak bu yarkand xandonlik to'g'riliq qismi yoki bor bo'lishi mumkin yoki bir yerda besilib yotgan bo'lishi mumkin. Shu original agar chiqib qolsa biz butun bir kitobni o'qishga yoki nashr qilishga yuragimizdan taqozomiz. Shuning bilan oxirgi so'zim rahmat deb tugatdi. Arigato gozaymashita. Rahmat, Tumaris. Dilyarga mikrofonni berandiq. Dilyar Sandozo, Dilyar rahmat bugun kelib berganingiz uchun siz Oldu bilen Tumaris Hanım'a rahmet ve Mukaddes Hanım ve barlık anlavatkan kıyırındaşlar. Yaponiyalık dostlarımızga menden bir salam. Mazva Tumaris-san長い間ありがとうございました。お疲れ様でした。そして聞いてくれました。すべてのウイグル人、そして日本人のともに私から感謝いたします。先生、デリアルさんに質問がまずありますか？ムサバ FK の話で。アテンド。まずお話しいただいてからで。はい。はい。はい。Biz programma table bo'yicha boshlayveraylik, Dilyaramiz-chimi? Sizga bo'lgan savollarni. Oldi bilan siz o'zingizning oilasi to'g'riliq, Musabayevlar oilasi to'g'riliq bizning vatanga millatga qilib bergan 9 cho'ng to'hpisi-chu, ham to'hpilar jiq, hamda buni yig'inchoq qilsak shu yerga bordi. Shuni bizga deb bergan bo'lsangiz. Dilyar Musabayev-sanは今からMusabayevとウイグルを代表する資産家で起業家で教育家なんですね。これウイグルの1900年代の初めからのその近代化と教育の発展に多大な力を添えた一家なんです。その彼らはウイグル社会とウイグルの民について9つの貢献があるって言われているんですけれども、それについて今お話しさせてお話ししてくれます。はい、お願いします。Merhamet Dilyar. Buldu rahmet. Aldı bilen benim ismim Dilyar Musabay. Ben Şərq Türkistanlık Musabay ailesinin əzası. Mukaddes Hanım, şunu bir tercüme koysanız, andan keyin men biraz keyiniga yonaman. 皆様、はじめまして。私の名前はディリアル・ムサバイです。私は東トルキスタン出身で、ムサバイフ家の一員です。Men ailemning tarixiga qaragan vaqtimda Yaponiya bilan munosabatlik ba'zi bir narsalarni ko'raman. Bo'libmi? Dengiz yo'lining ochilishi va quruq Ipak yo'lining cho'kishi bilan jaholat va nodonlik ostida qolgan, quruqlik bilan qo'rshalgan, dengizdan yiroq bo'lgan jo'g'rafiyaning xalqlari nihoyatda azob chekayotgan vaqtida bizga Yoqubbek badavlatning qaytadan davlat qurishi yangi bir umid beribdi. Uzun o'tmayla 1884-yili gerçi Yoqubbek badavlatning Qashqariya davlati ishg'olga uchragan bo'lsa-mu, ammo nihoyatda qiziqarli nuqta Yaponiyaning imperatori
İmperator Meiji'nin ıslahatı, yani 1868'den 1889'gacha davamlaşkan İmperator Meiji'nin ıslahatının ahırkı devirlerde 1880'lerde Şarkı Türkistan'da milli burjuaziyanın, yani musabaylarının ıslahatı başlanıptı. Rahmet. 私、これから無差別系の状況を日本の状況と絡め合わせながらお話しさせていただきます。私の国は皆さん承知の通りに、その海から最も遠い奥まった大陸のところにあるんです。近代化から遅れたところにありながら、後に役兵によって一回主権と独立を取り戻したんですけれども、間もないうちにまたそれをなくしてしまいます。それから私たちのために何かやってくれる政権や力がないこのような状況の中で、ムサバイ系のこの近代化革命がウイグルで始まるんです。当時にまた遠く海の国日本において1868年から明治革命がまた同時に起こるんですね。İmparator Meiji deniz yolu bilen garipleşiş ve ıslahatlaşış, garipten yeni teknolojiye ve yeni ideyalarına ilişkini davamlaştırgan yıllarda biz kumluqның otursida tağlar bilen korşalgan halda o'xshashlar şu milliy burjuaziyaning, yani bizning ailemizning turtki bo'lishida bizmi o'xshashlar g'ariblashish, yeni texnologiya ilish va yeni ideyalarni akirishda imperator Meiji'ning oxirgi davrida bizmi tang harakat qildik amaliyotda. ここで皆さんにお伝えしたいのは、日本の明治皇帝がその海の道を使いまして、欧米諸国から近代化の思想、近代化の技術を日本に取り入れているあの時に、ちょうど海から最も離れた私たちの国、東トルキスタンにおいて、私の家族が今度その同時にヨーロッパから近代化、民族ブルジョアとも言えるんですけれども、近代化の道を歩み始めたんです。Bu jarayonda İstanbul, yani zamandaki Osmanlı'nın payitahtı İstanbul ve Çar Rusya'nın payitahtı Moskova ve Hindistan'ın Dehli ve bazı Avrupa devletleri bağlan Musabayla ailesi özü bağlan yerlerge okuyucularını evetipti. Bulup mu İstanbul ve Moskova ve Dehli'de okuyan Garip'nin mağripini algan okuyucular 1880 yıllarının ahiridan ta 1900 yıllarının 5'igacha o'qigan bilimlari bilan qaytib kelib bizning xalqimizning yangicha ma'rif engini va yangicha bilim bilan tonishishini dastlabki qadamda amaliyalashtiribdi va buningda 1885 yili Eksaqda qurilgan bizning Husayniya maktabining roli alohida bo'libdi. はい、ラフメット。私の家族のムサバイフ家は当時その近代化の波に乗りまして、東トルキスタンからイスタンブール、モスクワ、そしてインドのニューディリまで行くんですね。自分で行ってそこでの近代化、そして教育をこの目で見まして、戻ってきてから多くの学生をまたイスタンブール、モスクワ、そしてインドに、送ります。資産家ですので自分たちのお金でもって、そして彼らがちょうど1880年代のその後に東トルキスタンに戻りまして、私たちの新式教育がその時にスタートします。この時に一番に私たちが例として挙げられるのは、1885年に東トルキスタンの南にあるアート市のエクサクに、設立されたフサイニア学校、新式学校です。
o'xshash vaqtda Sharq Turkistonning G'ulji shahrida o'xshamagan maktablarni qurishdan sirt yana texnikum maktabi Habib Darul Muallimini qurgandan sirt yana saxovat shaklidagi nurg'un maktablar qurilibdi va bu jarayonda bizning oilamizning turtkusida Sharq Turkistonga tunji qitim film ya'ni kino film, mashina, telefon, yangi matbaachilik qatorliq nurg'unlagan g'arbning yangi texnologiyasi mushu davrda kiribdi. Rahmat. 1885年のイクサップの不正に後にまた新式教育が東トルキスタンの全土に広まりを見せながら、入りにおいて新式小学校だけではなく技術者を育てる技術の、学校、専門学校、そしてまた親がいない経済的に苦しんでいる子どもたちを育てる慈善学校などさまざまな学校教育が広まります。それと同時にムサバイフ家が外国のその時世界的にも最も先進的な、映画撮影フィルムの技術、そして印刷、そして電話などを東トルキスタンに、入れることになるんですね。Eng ko'zga cheliqadigan ya'ni bir milliy burjuaziya sinfining a'zosi bo'lish bilan eng ko'zga cheliqadigan ishdan birisi 1885 yili G'uljida qurilgan teri pishiqlab ishlash zavodi bo'lib, bu zavod 1885 yili qurilib, taxminan 30 yildan keyin bu zavodni yangilash uchun bizning bo'g'larimiz Akufka Germaniyaga berib, Germaniyaning Frankfurt shahridan yangi Yevropaning texnologiyasida bo'lib, Germaniyaning 1900 yilning oldilarida Germaniya texnologiya jihatda dunyoning oldi. Shu yerdan bir teri pishiqlab ishlaydigan zavodning parchalarini shu yerda setib olib, zapchaslarini buni Rossiyaning, ya'ni Char Rossiyaning bizda quringlar, Moskvada quringlar degan talablariga anglamay, uningga quloq bermay, ular undan keyin unda olsa poyezd yo'lda biz Toshkent kishilar pirpirimiz uni oyoqqa olmaymiz degan besimlar bilan shuni chidab, bular shu Rossiyaning ichidagi mumkin bo'lgan temir yo'li bilan bizning chegaramizga eng yaqin yerga akilib, undan keyin bizning G'ulji shahridagi xalqning o'kuz arbular bilan kolalarni yetilgan holda chiqishi bilan chegaradan atlab Rossiyaga kirib, bir zavodning butun zapchaslarini bir zavodni ya'ni parchalab ko'tak arbularga besib, G'ulji shahriga so'rab akirishi bilan 1885 yili qurilgan zavod 1909 yili Yevropa texnologiyasi bilan qurollangan O'rta Osiyoning emas, butun Osiyoning, hatto Yaponiya buning sirtida, boshqa sanoatlashmagan Osiyoning ichida eng ilg'or texnikaga ega bo'lgan bir zavod bo'lib qoldi. Rahmat. Ama Uyg'urcha so'z qo'yay, mushu tarixni men bek o'qidim Dilyar. Men o'zim bildigan, hozir siz deyishga balkim ulguramagan ahvollarni biroz qo'shib Yaponiya jamiyatiga yetkazsam bo'lamdi. Masalan, shu zavodniki butun mushu qurilmasini setib olishga 40 tuman tilla ketgan. Lekin Germaniya buni setib bermaydi-ku u chaqda. Shuning uchun Bo'ldi, Germaniyaning Muqaddas xonim, bo'ldi. Tamam, siz to'liq so'z bo'laver. Paychekni Germaniyaning-chu İstanbul, Bag'dod o'rtasidagi temir yo'lning paychekini oilangiz atgan Dilyarchu. Hijoz temir yo'lining paychekini. Paychekini shu 50 tuman tillaga olganchu shu chaqda. Mushlarni qo'shib desam bo'lamdi-chu. Bo'ldi. Undan keyin men yana davomlashtirib bo'ldi. Diryar Musabaiさんの家族は1885年において、そのエリにおいて初めての工場を作ります。その工場を作ってから、これ革工場なんですね。
ウイグルは動物もたくさんあって上質な皮がたくさん取れますので、そして1900年になりますとドイツはその時世界を、リードする最も先進国で、工場の技術工業革命の先進を走っている国に行きまして、革工場に必要な工場の設備を一式、その当時のお金40万金貨でもって購入します。しかしながらウイグル人のムサバイ系がドイツの当時の世界で最もその優れた技術を買うことは、ドイツの法律ではドイツで会社がある人々なのか、あるいはドイツのある会社の株を買う人々なのかじゃないとできなかったんですね。しかしながらムサバイ系のその時はお金持ちだったので、ドイツのイスタンブールとバグダードの間の鉄道の株を今度50万金貨分買って、ドイツの会社の株主になったことで今度工場を全部買うことができます。そしてロシアに持ってきて、ロシアはぜひウイグルに持って帰らずにロシアで工場を建ててくれって言うんですけれども、いやウイグルに持って帰りますって言って、タシケントまでに鉄道があって道もあって、それタシケントまでには持って帰ることができるんですけれども、タシケントから今度イリまで1909年のことなんです。どうすれば持って帰れるか、彼らは大変な努力して道も作って橋も作って、またそのイリあるいはロシアウズベク国内にあるウイグル人の力を借りて工場の設備を分解して何十のその時の馬車など、あるいは牛のところにこう乗せてやっと持って帰ることができます。Merhamet. Bu zavodning 1885-yili tunji ibtidoiy shaklda qurilgan hali Xitoyning Shanxayda 1890-yili qurilgan Jujishao teri zavodidan 5 yil burun qurilgan. Ya'ni bizning qumluq bilan tog'ning orasida qurgan zavodimiz Xitoyning sanoat markazi bo'la oladigan Shanxaydagi dengizning bo'yiga qurgan zavodidan 5 yil burun qurilgan. Keyin Germaniyadan yangi texnologiya bilan qurollangandan keyin bu yangilangandan keyingi holi bo'lsa 1906-yili quraştırış başlanıp 1909-yili resmi ishlab chiqarishga tushgan bo'lib, bu yangi texnologiya bilan qaragan vaqtimizda Yaponiya kapitalistlarining, Yaponiya mablag' savutchilarining Shanxayda sağgan yangi texnologiya bilan sağgan Jiangnan teri zavodi bilan vaqti faqat o'xshash vaqtda boshlagan, ammo biz quraştırishda biroz 3 yil kechikishga 3 yil kechikib ishga tushgan. Ya'ni Xitoyning Shanxayda o'z mablag'i bilan sağgan tunji zavodi bizning qumluqning tog'ning o'ttirisida poyezd bilan o'kuz harvalar bilan so'rab kelib sağgan zavodimizdan 5 yil keyin silingan bo'lsa, Shanxayda Yaponiyaning mablag'i bilan silingan Jiangnan teri zavodi o'xshash vaqtda silingan va biz faqat 3 yil kechikib xizmat boshlagan. Rahmat. 当時、ドイツは世界トップの技術大国だった。そこから私たちが持って帰ったその設備でもって東トルクスタンのイリで始めたこの現代的近代的な革工場は当時のアジア、世界においてもトップのものが揃った近代的な工場だったんです。当時日本は資金を出して上海において江南革工場を作ってるんです。しかしこれが1906年のことなんですけど、私たち設備を組み合わせたりして本当に
生産が始まるのは1909年だから3年間はちょっと遅れてるんですけれども、でもやはりドイツのその時の世界的先進的なものを、購入して持って帰っているので、アジアトップの工場がイリにその時にすでに作られたことを、お伝えしたいです。Merhamet. Ondan keyin bu zavodning yana bir ajoyib taqdiri bor. U yerdagi bo'ron, chopqin va qo'shnilar siyosiy atmosfera sababidan G'uljidagi bu zavod tarixida 5 davlatning armiyasiga, 5 armiyaga forma tikkan. Bunun birinchisi Char Rossiyaning formasini tikkan, Char Rossiya armiyasining. Keyin Qizil Rossiya armiyasining forma tikkan. Keyin Gomindanga forma tikkan. Keyin Sharq Turkiston milliy armiyasining formalarini tikkan. Keyin Xitoy kommunistlari ishg'ol qilgandagi Xitoy kommunist armiyasining formasini mush zavod tikkan. この工場にはとても面白い歴史があります。この私たちの工場は5つの国軍に対して軍服を作っています。一つはロシア軍です。もう一つはソ連軍です。もう一つは国民党軍です。もう一つは共産党軍。で、もう一つは東トルクスタン民族軍の軍服も私たちの工場で作られています。Merhamet. Ondan keyin bu yerda albatta nurg'un o'quvchilar g'arbda o'qib kelgandan keyin bu yerda bir yangilik harakati, ma'rifda va ideyada yengilnish bo'lgandan keyin va iqtisodiy jihatdan buni qo'llagan bir burjuaziya sinfi bo'lgandan keyin bu yerda uyg'unish oxirisida mustaqillik harakatlariga boshlab berib, Sharq Turkistonda ikki qitim qurilgan 1933-yil qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va 1944-yil qurilgan G'uljidagi Sharq Turkiston Jumhuriyati ikkilisida bizning oilamiz intayin muhim rol o'ynagan. 東トルキスタンの社会をと民をその近代化に導いたその教育上のあるいはその社会上の覚醒運動は後にまた独立主権を取り戻す運動にもつながります。そして1944年の東トルキスタンイスラム共和国、そして1933年の東トルキスタンイスラム共和国と1944年の東トルキスタン共和国のこの国のこの政権の建立の中に私の家族は、主な役割を果たしたとも言えます。Merhamet. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining Savdo va dehqonchilik ministri Obul Hasan Musabay, Sharq Turkiston Jumhuriyatining 44-yildagi Moliya ministri Anvar Musabay, yana G'uljidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining Markaz bankasining, ya'ni pul besishga mas'ul bo'lgan odami Ismoil Musabay, ya'ni bir familiyada, bir oiladan chiqqan ministr darajalik 3 odam bu bo'libmi Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurollanish va moliya jihatdan, iqtisodiy jihatdan tik turishida eng muhim rol o'ynagan bir oila bo'lib qolgan. Rahmet. İsimlarni yana bir deb bergan bo'lsangiz, nima? Men yezib ololmadim. Birisi Ismoil Musabay 1933-yildagi Yo'q, menday siz xotirlang. 33 Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining Savdo va dehqonchilik ministri Obul Hasan Musabay. 44-yili G'uljidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining Moliya ministri Anvar Musabay va 44-yildagi G'uljidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining Markaz bankasining boshlig'i va o'xshash vaqtda Milliy armiyaning qurol setilish bo'limining boshlig'i Ismoil Musabay. Rahmet. Yezib oldim. この2つの政権において主な役割を果たした私の家族は、まず1933年の東トルキスタンイスラム共和国において、その貿易と農業大臣として務めたオブルハサン・ムサバイがいます。もう一つ1944年に
今度、東トゥルクスタン共和国の、まず、貿易大臣、そして、貿易大臣として務めたのは、アンワール・ムサバイ、そして、中央銀行、そして、武器調達の大臣として務めたスマイル・ムサバイなどが、全部3人が私の家族から出ています。ラフメットリア、トグラ、Sharq Türkistanning mustaqilligida meni hayron qoldirgan nuqtadan birisi Musabay oilasining Yoqubbek Badavlatning yenida turishini to'g'ri tushunsak bo'ladi. Chunki bir burjuaziya sinib bu yerda bir mustaqil davlat qurishni qo'llashi normal. Va Musabay oilasining Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining yenida turishini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Chunki yana mustaqillik harakati. Ammo bu yerda yana bir fidokorlik nima? Sharq bir milliy burjuaziya sinfidagi bir oilaning bir kommunist davlatni qo'llashi, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti ikkinchi qitimliq Cumhuriyet kommunist edi. Ammo bu milliy burjuaziya uni u qadar qo'llaganki, balki oxirsida Xitoy kommunistlari yo Rus kommunistlarining qo'lida qolgandan Uyg'ur kommunistlarining qo'lida qolsak, burjuaziya sinfi bo'lsa baribir ziyon tortadi kommunist sistemida. O'zimiznikida qolganimiz yaxshiroq deganmi? Ammo bu bir dunyoda bir hayron qolarlik narsalardan birisi mening qarshimda. Bir milliy burjuaziya sinfining kommunist ideyasi bilan chiqqan ikkinchi qitimliq jumuriyatni yana izchil qo'llaganligi, uning oldidagilarni qo'llagandek. Bu hamda ben tushunolmaydigan nuqtalarning birisi hamda. Vatanparvarlikdan ulug'vor ish yo'q deb tushunsak bo'lamdi. Anvar Musabayning gapi bor. Zalim bo'lsinmi, o'zimizdan bo'lsin, boshqalardan bo'lmasin deb kommunist davlatning o'zini yo'q qilganini bilib turgan, ammo Xitoydan qutuldigan shu bo'lsa, mayli mushtu kim bizni kaltaklasimi deb qo'llagan deb qaraldi-chi. Rahmat. ここで私がとても驚いて、私の家族の歴史の中で驚いていることが一つあるんです。それは何かと言いますと、私の、一家はブルジョアで、共産主義と全く相入れない人々なんです。ヤクベが、主権を取り戻したときに彼らを応援するのは、これは私理解できます。1933年の時の東トルキスタンイスラム共和国に対しても私の家族がものすごく応援しました。これもわかります。しかしながら1944年、これは中国共産主義あるいはロシアの共産主義、彼らは見向きもしないんです。しかしながら同じ国土で同じウイグル人だからって言って、その1944年の共産主義に向いている東トルクスタン共和国も私たちの家族が応援するんですね。これはやっぱり国を愛してどんなことがあってもやはり私たちのいろいろ主義が違っても他人に国を渡してはいけない、自分たちを応援するっていうその崇高なところから出てる応援だと思ってます。Merhamet. Andan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti ishg'ol bo'lgandan keyin, kommunist ishg'olidan keyin biz albatta boshqa ziyolilarga o'xshash, boshqa xalqqa o'xshash yoki boshqa millatparvarlarga o'xshash biz kompartiyadan nasibimizni oldik. Ya'ni pomeshchilar, boylar deb butun mol mulklari tortib olindi. Mening dadam 10 yosh vaqtida pomeshchik deb maktabdan qo'g'lanib, pomeshchikning bolasi deb maktabdan qo'g'landi. Onun dadillari, ya'ni mening bo'g'larim madaniyatsizlar inqiloblarida pepanga ushurdi degandek, ya'ni oila xonavayron bo'ldi. Ammo bugun ularning burun shu 200 yil Yevropaga berib kelish va tijorat qilish jarayonida shu yerlarda qolgan izlari va oila a'zolari bilan bugun biz Turkiyada, Yevropada, Amerikada, Saudiya Arabistonda qatorliq davlatlarda emniyet a'zosi va bir oila bo'lib qoldik. Ammo vatanning ichidagi oilaning asosiy qismi hamda ig'ir ahvolda. 東トルキスタン共和国が、中国
共産党に滅ぼされて、共産主義によって東トルクスタンが侵略されて、その支配下に置かれてから、私たちも資本主義の資産家として、安けられました。私のお父さんも10歳の時に地主の子供として学校から追い出され、また私たちもすべての財産、土地、家屋を全部共産党が奪い取りました。しかしながら今になりまして、私たちが昔ヨーロッパで結んだすべての関係が、そしてアメリカ、トルコ、サウジアラビアにおいた私たちの資産が私たちを支えてくれています。Merhamet. Gerçi İmparator Meiji bilen o'xshash davrda bir islohot harakati boshlangan bo'lsa-mu, u aile, imparator ailesi bu aile bir burjuaziya ailesi bo'lganligiga bu burjuaziya ailesining kuchi yetmadimi yoki bo'lmasa coğrafiya taqdiring degandek bu kaj coğrafiyami sababi qaysisi bo'lsa biz oxirida mag'lub bo'ldik. Ammo yaqindan bu ham mening anglagan bu muqaddas xonimdan angladim. Şu Yaponiyaga borgan 40 yillarning 5-ida 30 yillarning oxirida Yaponiyaga borgan Uyg'urlarning Mahmud Muhitining evetken grupasining ichidami bizning oiladagi a'zolar bor deb angladim, ammo aniq tafsilotini men bilmayman. Balkim oldimizdagi fursatlarda Yaponiyaga berish va ziyorat qilish nasib bo'lib qolsa, shu yerda o'rganaman inshaalloh. ここで最後に私が一つまとめとして言えることは、明治皇帝が始めた近代化、明治の維新、明治革命、近代化革命が日本では成功を収めました。しかしながら国家がない私たち、一ブルジョア系で始めたものが後に今、同じ時期に同じように始めたとしても、たくさんの資金を持って私たち力が及ばなかったのか、今、このような結末でこのようなありさまなんです。しかしながら私たち1939年に東トルクスタンイスラム共和国の要人たちが日本に行って、その帰れなかった人々が今タマレイ園に眠っていることを知っています。その中に私の家族と縁がある人々がそこに眠っていることも詳しくは知らないんですけれども知っています。いずれか日本に行って私の家族のその縁がある親戚が眠っているタマレイ園を見たいです。Merhamet. Endi ben özüm 17 yaşımdan beri Avustralya'da turuyapman. Bu yerda xalqaro munosabatlarda bakalavrlik o'qidim ve Avustralya Melbourne shahrida yashayman. Kelgandan tortib shu Sharq Turkiston mustaqillik kurashida bir aktivist bo'lib xizmat qilib bugunga keldik. Hozir Sharq Turkiston yoshlar qurultayining ichidaman. Mening o'zimni tanishtirishim mushagicha bo'lsa, rahmat. 私個人の話に最後になるんですけれども、私17歳の時にオーストラリアのメルブルンに来ました。それからずっとこちらで生活して暮らして生きています。そして東トルキスタンの主権と独立を回復させるメンバーとしてずっと活動しています。そしてトマルさんと一緒に私も東トルキスタンの今の東トルキスタン青年会議に属しています。私の自己紹介はこれで以上で終わります。Rahmat, Dilyar, sizden ben yana ikki savol so'rsam bo'lamdi? Bo'ldi, xo'sh. Dilyar, shu 1909-yili birinchi sanoatning gulligini chalgan sizlarning teri zavodinglar qurilgandan keyin Osiyoda birinchi qitim paychek shirkati, birodarlar shirkatini qurgan deb men angladim. Bu shirkat keyin qanday bo'ldi? Musa boylar to'g'ri angladingiz. Musa boylar birodarlar shirkati deb pay shaklida shirkatlashgan.
Keyin bu şirket Bog'dunbay tugab ketgandan keyin bu ballari bilan nima bu Bog'dunbay bilan Husanbayning 3dan 6 ayolidan bo'lgan bolalar mirosni bo'lishib bu tijoratni oxirlashtirdi. Bular birlikda tijorat qilmay, endi ayrim tijorat qilishni boshlaydi. Ularning ichida shu Sovet tarafga ketganlar, bugun O'zbekiston, Qozog'iston taraflarda qolganlar bor. Lekin Xitoy Kompartiyasi kelishdan burun Turkiyaga ketganlar bor. Shu mirosni bo'lish bo'lganda, ya'ni nimani şirketlerin ağrıgan Bog'dunbay tüyügenki 1926 yılma tüyügendikin bular nima bölüşken. ラフマット。私が今、テリアルに聞いたその質問としては、1909年にウイグルで初めてムサバイ系がブラザっていう株式会社、昔の有限会社ですね、これを作るんですね。アジア初の株式会社なんですけれども、この会社の後にどうなったかっていうことを聞きました。聞きましたら、共産党が入ってから一部の人々がトルコに行って、一部の人々が別の海外にサウジなどに行ったことによって、この会社はその当時に終わっています。今ないっていうことなんですね。Buyerda nimishqa bu paychak shirkati degan Uyg'ur qarindoshlarim bilmasligi mumkin. Paychak shu vaqtdagi foydanimi uning kaynidan xatarnimi tang o'z ustiga ola oladigan, xatar bo'lgan chog'da biroqlam bir odam tugashib ketmaydigan bir yaxshi ilg'ori bir narsa Yevropadan, Germaniyadan, Angliyada boshlangan. Biroqlar bizning yurtimizda qurildi qarindoshlarchi. Mushuni bilib qilish kerak. Ikkinchi savolim Dilyar. Biz davlatimiz munqariz bo'lgandan keyin biz davomliq bizni yo'laydigan, tirkimiz bo'lgan davlatimiz, xalqimizni el uchun, vatan uchun, bizning ma'rifimiz uchun, bizning taraqqiyotimiz uchun bir ish qilib beradigan hokimiyatga uchrashamdiq. Hokimiyat bizni talon-taroj qildi. Ham eşyalarımızı bulab geldi, emgek güçlerimizni bütünlay qul emgek qildi-chu, bizni hech bir taraqqiy qildirmadi. Mushundaq ahvol ostida 1900 yildan boshlab bizning ichimizdagi Uyg'urlar uchun, millat uchun, millat vatan uchun degan mush puli bog'lab bir-birimizni yo'lab keldik-chu. Mushundaq ahvoldan qo'rqib hozir Müştaq bir yaxshi bizniki an'anamizdan qo'rqib Xitoy bütün pullarlarimizni, ziyolilarimizni akirib yotibdi sizningcha. Albatta, ya'ni bir yerda bir narsa bo'ylaqi Marksni tanqid qilganda ko'p qolgan sotsializmni amaliyotda kapital yaxshi narsa. Bir yerda bir boylar ko'tarilsa, u yerda taraqqiyot bo'ladi. Bizning hozir siz deganingizdek tariximizdan buyon bizning boylarimiz millatni ko'tarib keldi. Endi biz ishg'olda qolgandami boshqa rejimimiz kommunistlarning nimasida ishg'olda qoldik. Kommunist ishg'olda. O kommunistlar oldi bilan bizga boylarni nafratlanadigan bir filmlarni, etotlarni ishlab kommunistlar boylarga o'sh qilg'izdi bizni. Chunki boylar qo'llanmagan o'zining milliy burjуазiyasi harakatga kelmagan hech qanday inqilob g'alaba qilolmaydi. Bu inqilobda bizni agar qo'llaymiz desa, shu bo'lib kommunist rejimga qarshi burjuaziya sinfi qo'llash kerak bizni. Shuning uchun bizni boylarimizni o'sh qilgandan sirt ko'zimizda boy desa ansiraydigan nech xotin olgan boylarning dramallari bir narsa qasddan ishlaydi, boylarga o'sh qilish. Endi bugunmi, o'tgan 80 yildan berimi 10-20 yilda bir iqtisodiy jihatdan ro'naq topganlarni bir 40 permisini yo'qotib turadi. Ya'ni bizni sistemli qoldi, kambag'al qoldirish, ojiz qoldirish ham Xitoyning siyosati deb qarayman. Ammo shundoq bir narsa yana hayron qolarlik narsa, shu qumluqning o'rtasidan Chin sulolasi besib turgan davrdan boshlab bir oila chiqdi va bu oila Germaniyaga bordi bundan 200 yil burun. Va u yerda necha avlod bizning yani üstümüzdeki 4-5. boğularımızdan Germaniya tushgan rasmlari bor qo'limizda.
Germaniyaga borgan tunji Uyg'urlar bo'lib qoladi va bu oila bu millatning taqdirida keyingi 100 yillik taqdirida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun menimcha bu tugamaydi, yana shundoq bo'ladi, yana shundoq chiqadiganlar chiqadi. Chunki burunqilarmi ason sharoitda chiqmagan. Bundan keyingilarmi, ya'ni tasosimi men yana chiqadi deb o'ylayman. Chiqadi va bu millatni qo'llaydigan o'zining oilalari, o'zining odamlari, millatparvar odamlari davomli chiqadi deb o'ylayman. Rahmat. 今私がデリアルさんに聞いた質問は、日本のその国がある国家としてバックアップ、国家として政策、国家としていろんなことを教育、経済を国が考えてくれるその国民たちにはちょっと理解しづらいそういう質問なんですけれども、例えば私たちは1884年に清朝に支配されて、今までウイグル、東トルキスタン、あるいは私たちの教育、私たち民のためになるような政権はほとんどないんです。私たちの教育は遅れて、近代化が遅れて、民は教育がない、学校がない、すべても奪われる生活を強いれられました。しかしながら、ウイグルはそのような一番暗い、厳しいこの歴史の中で諦めた民族ではないんです。日本の皆様。私たちの民族の中の資産家、私たちの教育者たちは、民が民を助けるある種のシステムが自然に出来上がったんです。そうやって例えばムサバイ系はこの一例なんですけれども、この100年前のこのような近代化、一資産家が工場を作ってドイツから設備を作ってウイグルの資源、最新の技術を合わせてものを作って世界に輸出しようとする、民を近代化にもっといい生活に導こう、もっと教育を良くしよう、質の高いものにしようってこの試みがウイグル社会を変えたんです。私たちも全部知ってるんです。しかしながらこれを恐れたのか、中国共産党政府は今一つは教育面でお金持ちは非常に悪い、あんたたちを支配してあんたたちの血を吸ってるって言ってウイグルのお金持ちを悪いものにするんです。もう一つ、知識人はすべて強制使用上に使用した。これ私たちがもう一回その民を助ける、その私たちの従来からのシステムを壊すからですかってデリアルさんに聞いたら、彼はその可能性がありますって今の私の話を内容としてはこのようにその可能性があります。もちろんです。で、共産主義はいつも資本主義を悪者にするんですけど、そんなことありません。私たちも自由経済と昔の社会システムがあれば、世界中の他の人々と国と一緒に競争できて、また力を加えることができる人々です。私の家族がそれを証明してくれましたって、そのように答えました。ラフマットリアル。Sizga ko'p rahmat aytaman xonim. Oxirida yana so'zingiz bormi? Mendan sizga bir uchur bor. Sizning ikkinchi qatimliq birinchi qatimliq ekan. Qatnashgan shu ajdodlaringizdan Yaponiyaga kelib elingan 5000 dona yaxshi bir mol bor. Nima? Dilyar. Menda shu materialning ikkinchi qo'l materialisi borchu. Bu 5000 dona narsa mal deb qo'yay, hozircha ismini demay. Yaponiyada abiyatin siz o'zingiz dedingiz, Yaponiya shu chog'dagi eng ilg'or ham harbiy jihatdan bo'lsin, sanoat jihatdan bo'lsin eng ilg'or davlat dedingiz. Bu 5000 mal bizningki vatanimizning mustaqillik uchun nihoyatda gap qila oladigan mal. Bu narsa shu chog'da Yaponiyadan shu sizlarning oilanglarning balki mablag'i
Şunun bilan elinib Afganistan orqali Sharq Turkistonga yetkazilmoqchi bo'lib, Afganistonga borgandan keyin bu yo'qolib ketadi-chu. Shu Afganistanninki bir yerda ya afg'onlar o'zlari ishlatib ketdi. Mushundaq bir material bor qo'limda. Bir kunlari uchrashib qolsak yoki bo'lmasa men birinchi qo'l materialni qo'limga tushirgan chog'da sizga yetkazaman. Bir kunlari mushning biz endi qanday bo'lsin sizlarning oilaningki, bizning Sharq Turkistonninki bir qonunliq meli oxirsini surishtirishimizga to'g'ri keldi Dilyor. Tamam tushundim. Ilaqa G'uljidagi zavodga narsani yig'ib oxirsida nimalar Nilqidan va Qo'rg'osdan harakat boshlanganda zavodning ichidan ish chiqqandek narsa bor ekanda. Mush Afg'onistonda lam yo'qolib ketdi-chu, bizning vatanga kirgani yo'q. Afg'onistonning davlati yo'qotyaptimi yo o'zi ishlatib oldimi, uni ashaga berib endi materiallarni nima qilmasak ko'nglim. Sen Dilyorさん、これで終わります。何かありますか？はい、先生からどうも。はい。貴重なお話をありがとうございました。はい。戦後ですね、中京から、東トルキスタンが収奪されなければ、どれほど発達してたんだろうと思うと、なかなか、残念な思いが、込み上げてきます。ただ、日本、私別に日本政府の関係者でもないんですけれども、日本政府といたしましても、中央アジアは重視してまして、20年くらい前から西トルキスタンの諸国とはですね、日本と常々連携を取りつつあります。中国とロシアというですね、なかなか大変な国が、の中間地点でもあり、ここにですね、やはり自由と民主主義が確立することは、世界平和にとっても貴重なことだと思います。日本人としても、ここは支援していきたいところだなと思っております。今日はどうも貴重なお話ありがとうございました。Dilyor efendim bugün qimmatlik sizning gaplaringizni angladim. Aldı bilan rahmat aytaman sizga. Ondan keyin shu Xitoy Kompartiyasining bo'libmi shu urushdan keyin Yaponiya yengilgandan keyingi Xitoy Kompartiyasining sizlarga vatanga bo'lgan ishg'oliyati bo'lmagan bo'lsa Sharq Turkiston qanchalik taraqqiy qila bo'lg'iydi degan hozir sizning gaplaringizni anglab tasavvur qilgan chog'da bek içiniş tuyg'umni basamay qoldim o'zim. Lekin men Yaponiyaninki hukumatiga vakillik qilmasam, lekin Yaponiya hukumati 2000-yildan keyin shu G'arbiy Turkistonga dagi davlatlar bilan do'stlikni kuchaytiryotdi. U yerdagi har xil bağlanışlarni biz bağlayapmiz. O'zim bir yaponiyalik bo'lish suhbatim bilan Markaziy Osiyo, ya'ni Sharq Turkistonga bundan keyin shuning hurlik uchun yordamni ayamayman deb o'ylayman. Bugun haqiqatan qimmatli gap qilib berdingiz. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat efendim. Bugungi shu faoliyatni o'rinlashtirganligingiz uchun hammalarga ko'p rahmat. Bu dastlabki tanishish hamda qanday oilalarning bolalari chet elda bor. Biz buni dastlabki qadamdagi tanishish deb qaraymiz. Menimcha sizlar shunday qaraysizlar. Endi oldimizdagi kunlarda, oylarda, yillarda Yaponiyaga texnik ziyoratlarimiz bo'ladi, Xudoyim ko'rsa. Shu jarayonda texnik tanishishimiz, o'zaro tushunishimiz texnik cho'nqirlaydi deb o'ylayman. Bo'libmi biz Sharq Turkiston yoshlar qurultoyi bo'lish suhbatimiz bilan Yaponiyaning Sharq Turkistonning tarixida Yaponiyaning o'ynagan rolini, qanchalik muhim rol o'ynaganligini birinchi Cumhuriyet olsun, ikkinchi Cumhuriyetning beshilik vaqtlarida olsun biz bilamiz va bundan keyin Yaponiya Sharq Turkiston uchun intayin muhim davlat ekanligini biz to'liq tushunamiz. Shunga bundan keyingi munosabatlarda Yaponiyalik do'stlarimizga, Sharq Turkistonliklarning erkinligi uchun kurashida Yaponiyalik do'stlarimizga ehtiyojimizning borligini bildiramiz ve birlikte hamkorlik qilib bu millatimizni
bu zulümden qutquzuş bilen teng Asiyani mavi komünist rejimning tehdididan mı teng qutquzumuz. Xudoyim bersin. Rahmat, Dilyar. 先生、今日はありがとうございます。非常に貴重な機会でお話しすることが、機会に恵まれて本当にありがとうございます。そして私が言いたいのは、今日は、お互い知り合う、私たちがどういう人か、どういう志を抱いているか、そういうことは、先生に伝えられたと思っています。また、私の家族のことも、墓のこともありまして、日本に行くことがあるかもしれません。また、その墓を通してなんですけれども、1933年、そして44年の私たちの2回の主権と独立において、日本は非常に重要な役割を果たしてくれたことも知っています。私たちのやはり共通の敵としての共産主義としての中国共産党をいずれかまた協力し合って自由のためにまた協力し合えるその関係になることも私は願っています。またいずれか会った時お会いすることを楽しみにしています。ありがとうございました。Rahmet. Rahmet Dilyar. Hay. Sizga mi rahmat? Ang ahirisiga kelib qoldik. Amanulla inim. Marhamat. Barmı yok mu? いらっしゃいませんかね。いる? Aman buraya ketib qoldi mı? Topolmadim go men. Kelmashdi. Salom Amanulla inim. Qandaraq? Va alaykum assalom madam. Men yaxshi, o'zingizchi? Oxirdagi mikrofon sizga qolib qoldi inim. Oxirsida siz shuni bir xuloslabchi. Angaldila o'zingiz to'g'riliq azroq so'zlab bering. Uning keyindan sabdoshlaringizning hozir Dilyar bilan Tumarisning azroq gapini angladik. Biz bilmaydiganmidak yaxshi gaplar o'stab beringchi. Uning keyindan ang oxirsida Sharq Turkiston yoshlar qurultiyininki nishoni g'oyasi to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bulundası, bay sözüp ötkendek, mening ismim Amanulla Azad Qashqari. Yani bizden bu ailemi, xuddi bay sözüp ötkendek, Tumaris bulamdı, Dilyar bulamdı. Şularning ailesi o'xshash. Yani imperator Xitoy bulamdı. Yani Cumhuriyetçi Xitoy bulamdı, yoki bo'lmasa kommunist Xitoy bulamdı. Bularning hammasi bilan qarshi turib kelgan ailening avlodi biz. Onundan başqa şu bay Dilyar so'zlab o'tdi, nurg'ungan aqarchi harakati bo'lamdi, yoki bo'lmasa burjozli aileningga qo'shgan to'kpilari bo'lamdi. Shuningdek bizning oila o'xshamagan davrda o'xshamagan to'klan qilgan bo'ldi. Siz shuni tarjima qilsangiz mumkin, aralag'ida bir necha misol berib o'tay. Rahmat. 皆様こんばんは。私の名前はアマヌッラ・アザッカシュガリです。ディリアルまたトマリスの家族と一緒に先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけれども、私の家族もカシュガリや王朝の時に、ウイグルを代表する、その時代を代表する大きな商人で、資産家ですね。また新式教育の普及、そしてまた企業などについてもデリアルの家族と同じようにウイグルのためにさまざまな貢献をしてきた家庭です。そして同時に私の家庭も侵略と植民地支配に一貫して抗議してそれを受け入れなかった家庭でもあります。Merhamet. Bo'ldi. Birinchi bizning oila Sharq Turkistonning O3 diyoridan bo'lgan. Boy so'zlab o'tganimda Qashqari degan bu familiya Qashqariya bidavlatdan shakllangan bo'ldi. Endi bu birinchi jumhuriyat garchi uzun yil hukm surmagan bo'lsa-mu,
Naq shu chog'da hammamiz bilgandek Mamtil afandim Sharq Turkistonda Aqarchi maktab bordi. Mamtil afandimning kelishi bo'lamdi, ochib qurilgan maktab bo'lamdi. Shu davrda bizning Qurbinoji buvimiz o'zininki farzandlarini savdoga chiqib ketish emas, balkim vatanda qoldirib qo'yishni tanlaydi. Qoldirib qo'yishning sababi, ya'ni shu Aqarchi harakatining ichida o'zlarining avlodining bir to'kib qo'yishini. Bo'libmi buningda G'ufrojim naq shu Mamtil afandim bilan birga ma'lum bo'lgan. Ham Mamtil afandim tutilishdan burun tutilib, ot bilan ko'ydirib o'ltirildi va o'zining qizi Oysha xonim bo'lsa, qizlar sinfiga dars o'tgan bo'lgan. 先ほど私の出身のカシガルヤテーナについてお話ししたんですけれども、これは私における新式教育について、いろいろやってくれた家族でもあります。資産面でにおいて、また教育面での教師の留学先などを確保したりすることに私たちは貢献しました。有名なメメット・エリ・タルパ先生を皆さん知ってるんですけれども、その彼がリードしたその東トルクスタンの南における新式教育、ジャディット教育について、私たちの教育はその時サウジに多くの、親戚がいたんですけれども、しかしながら非常に厳しい、暗い時代においてサウジに子どもたちを連れて行かずに教育を普及するためにウイグルでその子どもたちをそこに残したんですね。後に親戚のその長男が案の定殺されてしまう、そのような運命も私たちは背負ってきました。また私のその一番の祖先のホプラジムの娘さんのアイシャはその時の女性の教師として教えていた人でもあります。メルヘメット。Endi dadam tarafdan kelgan bo'lsa, dadammi shu xuddi Dilyorbay so'zlab ketgandek Tigachidan bo'lsinmi, keyin G'uljga ko'chib ketgan. Bu G'uljidami shu ya'ni burjuaziya oilasidan bo'lgan. Shu vaqtda, ya'ni 44-yil vaqtda naq shu urush boshlanishidan burun Qodirojim deb dadamning cho'ng dadasini Xitoy tarafidan, Shinsay tarafidan o'tirib ham shuning bilan birga hamda G'uljidagi cho'nglarimizdan degan gaplarga qaragan chog'da shu chog'dami ya'ni Qodirojimninki Xitoy tarafidan o'tirilib ketishiningki sababidan xalq qo'zg'alib chiqib, ya'ni shu 44-yildagi inqilob boshlanishning asosini bo'lib qoldi degan so'zdan bo'lgan. もう一つ、私の父方の家族の話をしますと、1944年にアトゥシから私の父方のおじいが、ひおじいが、カードルハジムがイリに移ります。また、そこでの大きな資産家、ブルジョア一家として、さまざまな活動をやるんです。それが後に生成祭に殺されるきっかけになるんですね。1944年はこのようにそのウイグルの中の例えば私のひおじのカードルハジンのような人々がその政権によって殺されることによって、民が放棄したとも言われています。Endi o'zimning o'sha ota-onasiga kelgan chog'dami, onam kichik vaqtida o'zininki ota-onasi o'ngchi millatchi, pan-turkik degan o'xshamagan qalpoqlar kiygizilib, shu davrdan cho'ng bo'ldi va zo'rnish bilan onam Xitoycha maktab bordi. Va bu Xitoycha maktab berish jarayonida ya'ni o'zining oliy maktabdagi hayotimi shakllandi va bu vaqtda G'uljga kelin bo'lgandan keyin G'uljida maktabda shu o'qituvchilarga ma'lum bo'ldi va keyin Urumchiga ko'chib ketgandan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining muhojirlar ishxonasida ishlaydi. 私の母は、お金持ちのお嬢さんだったために小さい時から地主の子供またウハ
地方民族主義者として、いじめを受けて育ちました。彼女は漢族の学校に通って、大学生になって、またホルジャンに戻って教師になるんですけれども、後にウルムチに異動になって、今度海外事務所っていう政府のそういう事務所があるんですけれども、そこで働くことになります。Merhamet. Endi bu anam gerçi atalmış Abdunum Raylı Xalq Hükümeti iştigini bilen her vaqt özünün xalqiga bo'lamdi, qo'ldan kelishicha yordamini qildi va undan sirt mening kichik vaqtim bir vaqalik bo'lgan, shu esimdan chiqmaydi. Ammolar bilgandek, shu Saudiya Arabistondagi yoki bo'lmasa arablarningki shahzodalari soqirga, ya'ni shohin deb qo'ydi. Masalan, bu qushqa bo'lgan alayda bir so'ygisi bor va ular shuni musobaqa soldiradigan bir sport, bir harakati bor ekan. Hamda shu Sharq Turkistondagi soqirlari boshqacha alayda bo'lganligi uchun ya'ni shu Saudiyaningki xon oilasining o'g'li Sharq Turkiston keldi. Bu joyga kelgan chog'da albatta bu bir necha fursatda bu ayrim paranglashib oladigan fursatlar bo'ldi. Aşağıda hem de anam şu vatandagi bo'layotgan ishlarning Xitoy davlatqidan qarama qarshi ekanligini ifodalaydi va shuning bilan birga tafsiliy bilishni istagan bu shahzoda onam va dadamni shu xon oilasininki mehmoni bo'lib hajga bir chaqirdi. 私の母は当時その共産党の政府の一員として働いたとしても、民にウイグル人について、自分ができることをして応援して働いていました。当時非常にサウジ、アラブ諸国の王子たちがウイグルの鷹でもって鷹のさまざまなそういう競い合わせるそういうコンクールみたいのがサウジの王子の中で流行ってるらしくて、ウイグルの鷹は非常に良い鷹ですから、その鷹を見にサウジのある王子がウルムチに行って母とお話しする機会があったらしいんです。その時に、中国政府が言ってることと全く異なるウイグルの東トゥルクスタンの状況を実情のままにその王子にお話しする機会を母は得るんですね。そしてもっと話を聞きたいから家族を連れて私たち OK の客人としてそのサウジまで来てくれって言って免れるんですね、私の家族は。Merhamet. Hem şu Saudiya hajga borgan chog'ida xon oilasi tarafidan kutilganligi uchun ham bizning u Saudiyada tuqqanlar 1800 yildan boshlab bor bo'lganligi uchun bu yerda onamning tog'isining ayoli bilan birga onam yana bu xon oilasininki qiz taraflarininki bir cho'ng uchrashuvda bo'ladi va u yerda onam Sharq Turkistondagi bo'layotgan ahvollarni planlab turib, bolalarning qanday o'ldirilib ketayotganligi, dinimizning qanday dafsandilik uchrayotganligi va bizdagi haq-huquqning qaysi darajada ekanligini tafsiliy holda shu xon oilasi bilan o'rtoqlashadi. Va bu hajdan yongandan keyin ham ya'ni onam o'zining ishida turolmaydi, chunki u vaqaliklar vatanga berib bo'ldi va shuning bilan birga shu bir ish kelibdi-ku deyman, xatolashmasam, shunchalik orlig'idalam onam o'zining pensiyaga chiqadiganligini va undan keyin Amerikaga chiqib siyosiy panohlik tilaydi. それから私たち家族でサウジのその OK の客人としてサウジを訪問します。そして私の母だけなんですけれども、そのサウジの OK の女性のパーティーに参加するそういう機会を得るんです。その時にいろいろ聞かれて、そしてウイグルでの宗教へイスラム教への弾圧、そして何よりも
計画出産によって自分のお腹にいる赤ちゃんの命さえ守れない母親たちの悲しみ、そして生まれてきても計画外だからって言って殺されてる赤ちゃんたちの実情をそこで話すことになるんですね。そこから戻っていうふうに母はすぐに自分がサウジでそのパーティーで言ったことがすでにも政府が少し分かってしまっていることをこう感知分かるんです。それですぐにアメリカに亡命するその道を私たちは選びました。Merhamet. Şunun bilan biz aile həmmeylə anam 97-ci il Amerikaga kelib siyasətən qılaydı. Biz 99-cu ilin başlarıdılam. Həmmeylə ailə birləşib Amerikada cəm bolumuz və bizdən ailədə kiçikimizdən başlap şu vətəndəki bolğan qırğınçılıqlar bulamdı, tariximiz bulamdı. Az sonra gəp sözlər buldu. İşini bitirgan halda. Şuna onu anlap çoğun bolğanlığımız üçün biz özümüzün milletiga bulamdı, xalqimizga bulamdı bir məsuliyyətçanlıq bir şəkilləngan. Şunun bilan birlə esimdən çıxmaydı. Amerikaga bir həftədən keyin mən bir radioga çıxıb sözləb, şu Şərq Türkistandakı oxucularının qanda turmuş görüyotqanlığı və Xitaylarınınki qanda halda paydalanğanlığı və Uyğurlarga qanda dəfsəndəlik uçurğan to'g'riliq bir doklad bergandim. 母は97年にアメリカに亡命して、私たち家族は99年にアメリカで一家そこで揃うことになります。しかしながら小さい時から私たちはその東トルクスタン国内にいる私たちの民がどのように弾圧されて、どのようにいじめられて暮らしているのか、すべて少なからず知っています。そしてアメリカに来てからもその私たちの民についてある種の責任感を亡命した家族ならではの責任感を感じながらそれを背負いながら生きています。アメリカに来てすぐ間もない頃に私アメリカのある有名なラジオ局のインタビューを受けました。そしてラジオ局に対して東トルキスタン内で行われているすべての人道に対するさまざまなことについて実情を伝えたことがあります。Merhamet. Bo'ldi. Şunun bilan hamda Amerikada kichikimizdan boshlab cho'ng bo'ldik. Muhojiratdagi siyosiy da'volarni ko'rib cho'ng bo'ldik. Hamda udulam Sharq Turkiston ishlar quruqligi uyda bitay. Şunun bilan birga vatandagi ahvol har yili nacharlashib mangdi. Hammamizdan xabari bo'lgandek. Davoni tushundiganlar biladiki, bu mustamlik siyosatininki natijasi qirg'inchilikni olib kelganligini biladi. Va bu qirg'inchilik garchi yeb qoldi bo'lgan bo'lsin burun, hozir uch qoldi bo'lganligini ko'rib ketgandik. Shuning bilan birga naq shu 2017-yili kampda ichilib, hamma narsa biroz yuzga chiqqandan keyin muhojiratga yoshlar qanday qilgan holda biz bu muhojiratga bo'layotgan da'vorimizga tövüp qo'shalaymiz deydigan bir shuar bilan o'xshamagan davlatga yoshlar biz o'xshamagan shaklda yig'ilgan bo'ldik. Rahmat. アメリカに来てからも私海外におけるその東トルキスタンの活動についてさまざまな知識を集めながら、ここで育って成長しました。そして私は植民地下に置かれたこの東トルキスタンで今までジェノサイドは水面下で行われてきたんですけれども、いずれか希望が大きくてまたそれが明らかになるって思っていました。案の定ジェノサイドが起きました。そして2017年から私たち強制収容所を通してジェノサイドを知ることになります。でここから私は東トルクスタン青年会議についてお話ししたいと思います。東トルクスタン青年会議は私たち在外にいるすべての東トルクスタン出身のこの若者たちが自分の国に対して何ができることないのかっ
っていう思いで、志で集まって作った組織です。مرحمت. Hem şunun bilen birle biz 2019 yılı Norvegiyaga 6 devletten o'xshamagan tashkilotlar, yoshlarning tashkilotlari bir bo'lib ko'rishimiz va 2019 yılı 1 ayning 12 kuni Sharq Turkiston yoshlar qurultayini shakllantiramiz. Hamda Sharq Turkiston yoshlar qurultayininki boy deganimdek asosli shakllantirishimizning sababi biz o'ylaymizki, bu da'voga yangi bir energiya, yangi bir ijodiyatningki kirishning zarurligi, chunki da'voning mushvoqchi bo'lib kelgan uslubininki qanday natija akayotganligi bizga ayon edi. Undan sirt bu yerda kasbiy holda va bizning bu da'vorimizni to'g'ri tushuntirish, ya'ni hissiy nuqtadan emas, balki siyosiy nuqtadan, iqtisodiy nuqtadan, ijtimoiy nuqtadan, qonuniy nuqtadan valaykazat degan mushu nuqtalarni tushuntirish va davoni ulandırishninki zaruriyati bo'lganligi uchun va o'zimizning davosining tar nazar oldi balki inson haqlari emas, butun baydilarim so'zlab o'tdi, ya'ni butun Osiyoning tinchligi va dunyoning tinchligiga qanday to'kbirlar qo'sha oladigan da'vo ekanligini keng doirada taraqqiy qildirishimizning zarurligi aniq edi bizga. Rahmat. 私たち東トルキスタンこの青年会議は組織連盟と言っていいです。2019年に私たちはヨーロッパのノルウェーに集まって、そこのさまざまな6つの青年のグループ組織で一緒に、そして私たちの東トルキスタン青年会議が立ち上がることになります。私たちの志は海外における東トルキスタンの今後の未来に関わる大きな動きについて新しいエネルギー、新しい風を含むようなこのような方針展開をしようっていうそのような志です。私たちはもちろん私たちのこの東トルキスタンの問題はこれは人権の問題でもあります。しかしこれは人権だけの問題ではありません。これは侵略された植民地下に置かれてジェノサイドに遭っている民と国土の主権の問題なんです。これ私たち全世界にあるいは国連に向かって法的に経済的に社会的に感情を抜きにして狭い視野から抜け出して、そして世界的に東トルキスタンのこの独立と主権を取り戻すことが世界の平和とアジアの平和にどのように影響があるのかってこともすべて入れて訴えていきたいと考えています。Rahmat. Şunun bilan birga yana biz hammalar o'rtaq kelgan bir g'oyamiz bo'ldi. U bo'lsa-mu Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi, Sharq Turkiston xalqining kultural kimligi, siyosiy huquqi, diniy erkinligi qonun tarafidan qo'llanilib demokratlik, sekulyar Sharq Turkiston jamiyatining qurilishida xalqaro qonunga amal qilgan asosini tinchlik yo'l bilan kurash qiladigan bir organ bo'lib shakllanganligimizni jakarlagan bo'ldik. 私たち東トルキスタン青年会議のもう一つの目標と志は、私たちは東トルキスタンの民のアイデンティティ、そして東トルキスタンの民が未来生きていける平和的で民主的な国家を作るために世界に向けて平和的にアプローチするそのような方針を決めたのです。どうぞ、merhamet. Şunun bilan birga biz o'zimizningki asosiy nazar silish nuqtamizni ishki doiraga tang tashlagan bo'ldik. U bo'lsa ichki va tashqi jihatdan.
ishga ijoddan bo'lsa, hammamiz o'zimizningki kimligini o'rganish, o'zimizningki ko'rishini o'rganishimiz va o'zimizningki siyosiy taraqqiyotimiz yoki siyosiy orzuyimizning nima ekanligini xalq bilan o'rtoqlashish va shuning bilan birga o'zimizningki davosining mashhuriyatini shakllantirishni asos qilgan bo'ldik. Chunki hammamizning xabari bo'lgandek, biz mustamlik bu jarayonda, ya'ni o'xshamagan davrlarda o'zimizning kimligini, siyosiy ko'rishimizni biroz unutib qolgan bo'ldik va dushmanning shakllantirib bergan kimligi bilan mangan bo'ldik-ku bu yerda. Shuning bu ishga ijodga bizning asosiy bir nuqtamiz bo'ldi. Unki tashqi ijodni ilaylik. 私がさっき言ったその国づくり、未来に私たちが生きる民主国家を建立するために2つの道筋を立てました。一つは内なる道筋なんです。内なるその方針として私たちは、まずは私たちが誰だったか思い出すことから始めたんです。私たちは長らく植民地下に置かれて、中国共産党あるいは植民地政権が私たちに制定したある種の、私たち誰であったかってことを忘れて、その彼らが制定したある枠の中で、私たちこういう人だったんだなって、その中で生きてきました。その政治的に私たちが押し込められた枠から出して、私たちの政治的な根本的な本質的な主張は何だったのか、それを訴えることがまず私たち、この内なる私たちの第一ステップであるって考えたんです。Merhamet. Endi ikkinchi asosiy nazar bo'lsa tashqi ijoddan bo'ldi. Ya'ni tashqi deganimiz ya'ni Sharq Turkistonliklardan boshqa davlatlar bilamdi, organlar bilamdi yoki ma'lum darajada ta'sir doirasi bo'lgan shaxslar bilamdi degan bu nuqtadan bo'ldi. Albatta bu yerda o'zlarimizning davosining nima ekanligini necha kategoriyaga asos qilgan holda biz ishlab borgan bo'ldik. U bo'lsa siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, texnologiya taraqqiyot jihatdan, adliyat tarafdan va ijtimoiy muhit bu taraflardan bo'ldi. Biz bu 6 xil nazardan solganchig'imizda o'zimizdan har qanday vaqtda 3 cho'ng savol so'rab keldik-da. Ya'ni nima uchun bu ishlarni qilamiz, qanday qilamiz va nimalarni qila olamiz deydigan. Altının ichidan shikkini tutamidi menim. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologiya taraqqiyoti va muhit. はい、rahmat。そして外なる私たちどのように、外の世界、内なるステップと一緒に外に対するステップをどのように運んでいくのかって、このことについてはまず6つの、まず政治、経済、法律、社会、環境、そして技術面で自分を高めることを、自分が何ができるのか、どのようにそれができるのかってことも含めて考えざるを得ないんですけれども、また考えながら行動して、その目標に達するために必要なことをするまでに、ここ話し合えるまで来ました。Merhamet. Buni tafsilotiga hozircha kirmayga savol bo'lsa keyin kirsam bo'ldi. Endi qiziqarli nuqtada pay so'rab qoldingiz. Shuni ulab bir narsa aytay. Misol, Dilyardan boshlay, chunki boshida men Dilyar bilan tanishgan bo'ldim. Dilyar shkaylar garchi dunyoning men bu qitida Dilyar u qitada bo'lsa, ya'ni men Amerikada, Dilyar Avstraliyada bo'lgan bo'lsa-mu, Dilyar ishimiz bir-birimiz bilan ko'rishib boqmagan, suhbatlashib boqmagan, ammo shu yoshlar bilan yig'ilishish, paranlashish, suhbatlashish, o'rtoqlashish bu jarayonda ishimizning gapi boshqalarning degan gapi bo'yicha ishqinglar deyishib olganmi deydigan bir modul ketdi-ku. Chunki ishimiz bir-birimizdan so'zlagan chig'imizda aynan shakldagi fikrlar va bir-birimizninki degan gaplari bir-birimizdan
qo'ygan nuqtalarini texmi taraqqiy qildiradigan yoki bo'lmasa kengitib tushuntiradigan nuqtalar bo'lgan bo'ldi. Rahmat. 私、先にね、アマヌラからなんか、デリアルとトマルスについて私たちが知らないなんか内緒話でもぜひ教えてくださいって言ったんです。最後は彼が言ったのは、デリアルはオーストラリア、私はアメリカに住んでいるんですけれども、何か同じことを考える時があって、周りのみんなから2人でもうこのことに話し合って、口裏合わせているのかって聞かれるぐらい、いろんな考えが一致して、またお互いを高める、良い関係にあると思っていますってことです。で、トマルさんについては、トマルさんこそ。Tumaris kelgan chog'da Tumaris asli akam bilan savoddosh. Ammo men bilan sapdosh. Qiziq bir narsani deb beray. Endi Yaponiyaning kulturida uni qiziq tushunamdi. Endi sizga bog'liq. Endi balkim xabaringiz bor. Endi xabaringiz bor. Ya'ni bir vaqtda Tumaris xonim bilan men Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilgan bo'ldik. Ve bu namoyish jarayonida Tumaris xonim Xitoy bayrog'iga tuxum otgan bo'ldi. Endi bu tuxum etish jarayonida qarasam Tumaris xonim o'zi o'qildi. Tuxum olsa soq tarafdan tutilgandan xabardor. Ammo turmaga o'zi yolg'iz kirsa bo'lmaydiganligini bilganligim uchun men orqadan yugurib berib tuxumni olib Xitoy bayrog'iga nachin tekkizgan bo'ldim. Shuning bilan birga Tumaris kela sapdosh bo'lishdan boshqa g'ardosh deb qo'yamiz. Bu bir qiziq nuqta bor. トマルスについても、トマルスはまず私のお兄さんの同級生ですね。しかし私は彼女と同志なんです。ある時私たちはデモを行った、また東トルキスタンにおいてその時たくさんの人が惨殺された時であったので、私たちトマルスがまず生卵を東トルクスタンの国旗に、向かって投げたんです。しかしながらそうすると、アメリカの警察が彼女を連れて帰るんです。しかし彼女一人で寂しく牢屋に入れるわけにもいかないので、私も卵を持ってって中国大使館の前にある中国の国旗に向けて卵を投げました。そして、同志であると同時にまた私たちは同じ牢屋に入った同じ牢屋の主人としても、このような絆もできました。Merhamet. Shunchalik deb turay edi. Tugdimi amsa? Gapingiz ma'qul. Rahmat. 先生何かありますか？はい。どうも。話は、はい。終わりました。最後の最後で彼は笑い話、ちゃんと日本語に訳せたかどうかっていうことで私にプレッシャーかけましたので笑いましたか？いや、大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。Amanullah edim ahiriste külüp tutçu. Sizden sınaqtın til imtihandan qarğan çağda ötkende qılmay hoş buldum. 先生どうぞ。どうもどうも。東トルキスタン青年会議についてお話しいただいたわけですけれども、民族のアイデンティティを思い出させるという方針と、民主的であり、差別に反対するというですね、実にいいことだなと思います。これ、今、中国の占領下にある東トルキスタンの本土ではですね、子供たちが連れ去られて、母国語を喋らないようにして、中国の文化を植え付けてですね、この民族のアイデンティティというのをもうどんどん奪っていっていると。で、もちろん民主的な安価じゃなくてですね、独裁国に忠誠を誓わせるような洗脳教育をずっとしてるわけです。で、こういうのが続いていったら本当にもう民族というかもうジェノサイドが完了してしまうという、もう由々しき事態になってますので、亡命した方々がですね、このように努力されているので、本当に頭が下がる思いがします。いつか必ず東トルキスタンを取り戻しましょう。はい。
Ha. Rahmat Amanullah efendim aldı bilen sizninki degan bir demokratik hech kimni buzaq qilmaydigan, ezmaydigan hamma odam baravar bir davlat qurish degan bu naytda so'zga bek nochi so'zgan. Uning kendan haqiqatan sizlar o'zinglarninki kimligini unutib qolsanglar, madaniyatni unutib qolsanglar bo'lmaydi. Chunki hozirgi sizning deganingiz bilan Xitoy sizlarning vataninglarda qilayotgan bolalarni lagerlarga solab, ularning tilini, ularning kimligini, ularning o'zidan eliyotgan bu ish, bu demokratiya bilanmi dushman bir ish. Chunki bu demokratiya davlat emas, balkim bir hokim mutlaq bir davlat. Ammo shundaq davlatning ostida ishg'oliyatda qolib qolganlar uchun bizmi bak yuragimiz og'riydi. Oxirisi deydigan so'zim, hammamiz birlikda kuchimizni bir yerga akilib, cho'qim Sharqi Turkistonni qaytarib olaylik. Gapim tugadi. Rahmat. Ana efendimkim rahmat. Endi bizmi muajiratda mushu da'vo qilish jarayonida o'xshamagan davlat arboblari bilan ko'rishgan ishimiz qoldi va albatta o'zimizning tajribasini va Xitoyga bo'lgan tushunchamizni o'tirib qo'ydigan fursatlar bo'ldi. Bu chog'da biz bir muhim bir nuqtani qo'ymoqchi. Ya'ni ma'lum nuqta. Ya'ni hozirgi davlatlar nation state, ya'ni hozirgi bu ulusal davlatlari bu shakllangani bilan hamma ulusal davlatlarning shakllanish falsafasi asosiy o'xshamaydi. Masalan, Xitoy kelgan chog'da Xitoy hokim mutlaqligidan boshqa yoki kommunist shakldagi bu din bo'lishdan boshqa sinification, ya'ni xitoylashishni asos birinchi o'rin qo'ygan va shuni asos qilib turib hokimiyat qurgan, nation state qurgan bir davlat emasmi? Ya'ni ko'pinchalar bizdan so'raydi, nima uchun sizlar Sharq Turkistonliklarni qirdi, chunki sizlar musulmon bo'lib qolganinglar uchunmi yoki bo'lmasa sizlarni qirishning sababi sizlar qarshi turganinglar uchunmi valaykaza deydigan savollar keldi. Bu chog'da biz bularga tushuntiramizki, ya'ni bu sino nation state bo'lganligi uchun, ya'ni xitoylashish, xitoylashgan bir davlat bo'lganligi uchun bularning orzuyi o'zlari mustamlik olgan, kontrol qilgan mushu davlatlarning hammasini xitoylashtirishni amalga oshirishni birinchi o'rin qo'ydi. Shu sababdan biz musulmon bo'laylik, xristian bo'laylik yoki qaysi din bo'laylik, biz Xitoy bo'lmaganligimiz uchun mushu kunni ko'ryapmiz degan narsani biz yangiritib beramiz. Shuning shuni bir ta'kidlab qo'yaylik. 最後に先生、あんたの話もとても勉強になりました。ありがとうございました。私たちはこの東トルクスタン青年会議を通して各国の人々と会ってお話しする機会が多々あります。その時に聞かれることがあります。なぜあんたたちがムスリムだから、あんたたちがなぜここまでね、弾圧されなくちゃ、消されなければいけないでしょうかって質問がやはり多いんです。これで私たちはやっぱり説明しなければならないことが2つあります。一つはもちろんこの中国共産党は共産主義で独裁政権の国なんです。これだけではありません。その中で彼はその中国人、今中華民族って言ってるんですけど、漢民族を中心に国づくりをしようとしてる、そのような、国民国家ではなく、ある種の漢民族を中心にする国づくりをする独裁政権で共産主義の国家なんです。彼とこの相入れない他の民族は必ずこの過程において消されます。これはやっぱり他の国々の人々も理解すべきですって私は考えています。最後にもう一点だけなんですけれども、強調させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、rahmat. Amanullah inim sizga mo ko'p rahmat. Boshqa Dilyar Tumaris Amanullah boshqa so'zinglar bormi? Nur Muqaddas xanım, başqa söz yo'q. Ana efendim, yani sizga Sharq Turkiston Qurultayı nomidan rahmatimizni bildiramiz.
kelgusida davomli Sharq Turkiston mustaqillik yo'lida qilishga biz tayyormiz. Mening oxirgi so'zim shu, agar Dilyarning amonning bo'lsa, so'z sizlarda. Mening gapim tugadi. トマルさんは最後に先生ありがとうございました。そして向井大師ありがとうございました。私たちは青年会議、そして個人として感謝を述べたい。そして東トルクスタン青年会議として今後も独立と主権を取り戻すために頑張っていきますっていうことをおっしゃってました。テリアルはテリアル。Men mushu faoliyatni o'rinlashtirganlarga rahmat aytaman. Undan boshqa bizning bosh katibimizdan gapi tugagan bo'lsa, zaten bizning gapimiz tugaydi. Shunga hammalarga yana qaytim rahmat. テリアルさんからはこのような機会を設けてくれてありがとうございました。そしてトマルさんの話と同じなので、これで私の話も終わります。アマンさんの話も多分終わると思いますので、最後に先生からみんなに何か一言おっしゃったらもう終わりにしましょうか。はい、わかりました。どうも、今日は皆様お三方ともお忙しい中ありがとうございます。お話ずっと聞かれてた方はわかると思いますけど、もう皆様三重家の名門中の名門からいらっしゃってですね、本当にどうもありがとうございます。すいません。これちょっと日本人いますよね、多分。はい。はい。日本人いらっしゃると思いますけど、ですね、カシュガルハン国の末裔ということでですね、これ、日本の歴史だとヤルカンド藩で習うんですけど、チャガタイ藩とかの、公営でですね、歴史好きからしたらすごいです。はい。で、多分ね、世界史選択肢じゃなかった日本人にいてもいまいちピンとこないと思うんですけど、言うなれば京都のやんことなきお方の末裔みたいな、そういう感じですね。はい。本当に。で、そういう方々がですね、力を合わせて、はい、東トルキスタンの独立と、ですね、あと民主化のために独裁国家と戦うというのは、非常に心強いかなと思います。今日は本当皆様ありがとうございました。どうも。Ang ahırda efendimden bir söz. Bugün qatnashmagan hammalarga rahmat, anglag'uchilarga rahmat. Uning kendan Dilyar, Tumaris, Amanulla üçünlarning kelib so'zlab qatnashmaganlarga rahmat. Üçünlar shu Uyg'urlarga vakillik qilgan 3 cho'ng eng dangliq ailaningki balları avlodlar ekansizlar. Men mushadagi qatnashayotgan yaponlarning hammasi balkim Uyg'urning tarixini bildiganlar uchunlarning gapini anglab, qonlari qaynab, hayajonlanib ketdi deb o'ylayman. Chunki bizning Kyotodami podshohlar, har xil odamlar bor. Bo'libmi Qashqariya, Amanullaninki oilasiniki Qashqariya, Chag'atay deganlarni biz pek yaxshi bilamiz. Biz Kyotodagi mush xonadonliklarninki avlodlari bilan selishtiramiz. Yaponlar mushuni anglab balkim bek uchunlarninki birlashib shundoq bir yoshlar tashkilotini qurib Sharq Turkistondagi mustaqilligi ham demokratlashishi, hurlik uchun kurash qilayotganlardan bir cho'ng kuchni biz ko'rdik, his qildik. Bundan keyin tirishayli. Oxirgi gapim shu. Hammanglarga rahmat. Tugadi. Rahmat hammanglarga mendanmi. Nima chiqib ketib damasanlar bo'ldi. Agar nima savollar bo'lsa, astiga yozib qo'ysanglar, keyincha men yana javob beradigan fursatni qilaman. Savollar uning kendan xatlar kelib ketibdi, lekin men hozir ularni ko'rib bo'lmayman. Yana yetkazishga fursat bo'ldi deb o'ylayman. Uning kendan deganda hozir kech bo'ldi Yaponiyada. Qancha odam qatnashib, qandoq bo'ldi u sonlar chiqqan chog'da men yana hammalarga mushtoqliq bir xabar beraman. Rahmat, xo'sh. Sensei ありがとうございました。退場されてください。お疲れ様でした。はい、xo'sh。Xo'sh. さよなら。はい、さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。